keling tan olaylik, nimaga o'zimizni yaxshi inson qilib ko'rsatishimiz kerak. Reklamaga olganingiz uchun shunaqa deyapsizmi? Aksariyat blogerlarning ko'pi tingir bo'lyapti-da. Okey, qarang. Puldan muammo yo'q. Ichidagi komforti bilan Xitoy bilan solishtirsangiz, Xitoy oldida choy ichadi bu. Uchastkangiz nechi pulga tushdi? Qanchasi barterga bo'ldi? Qanchasiga o'zingiz pul to'ladingiz? Bu mashaqqat, bu 7-8 yillik mashaqqat emas-da. 32 yoshimgacha bo'lgan mashaqqat-da bu. Qachondir vaziyat bo'lganmi? Mana blogerlikni tashlab yuboraman, bo'ldi, kerak emas, to'xtataman degan vaziyatlaringizga tushib qoldingizmi? Qiyinchiliklarga shunaqa bo'ldimi? Yo biznes qil, fokusni bitta joyga qarab, blokka yig'ishtirasan yoki bo'lmasam bo'ldi, boshqa chorasi yo'q. Korobka holatda uylar olishga nima deysiz? Mana Turkiyada ham uy oldingiz, O'zbekistonda ham oldingiz. Xalqga remont qilib berib, sotish ko'tarmayapti quruvchilarga. Eng ko'p nima Xitoy mashinalari muammo nimadan chiqyapti? Shahar sentrlarida, misol uchun yo'q u narsa, aka. Realni yo'q. Qo'rqmasdan aytaman, yo'q u narsa. Brauf Mebel. Ishonchli hamkor. Otabek aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ramazonlar bilan charchamasdan xush kelibsiz. Xush keldik o'zimiz uyimizga. Yo'q demasdan taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat aka. Men o'zim sizni chaqirmoqchi edim. Chunki mana shu uydagi oshxona mebellarini o'zingiz qilib bergansiz-ku. Biz siz bilan bir совместный video qilishimiz kerak edi, baribir degani o'zingiz telefon qildingiz. O'z vaqtingiz yo'q-ku sizni. Shunaqa bo'lib qoldi aka. Mebelchilarning vaqti bo'lmaydi aka. Oxirgi marta mana qachon safarga chiqdingiz? Qachon bo'ldi? Eslamayapsiz. O'tgan anaqada chiqdim. Bakuga chiqib keldim. Bakugami? Oktyabrda. Ulguryapsizmi ob'yomlarga? Ulguramiz aka, ulguramiz sekin. Hamma katta klientlarni olyapsiz-ku, ha? Yo'q, unchalik emas. Yo'q, siz o'sha ham uchastkalarga o'sha mensimayapsiz menimcha. Hozir asosiy bizlarning yo'nalishimiz, chunki nimaga olmadik? Hamma aytdingiz kuxnyani. Sabab bizlarning fokusimiz hozir strategiya qilib chiqdik. Strategiyamiz asosida ko'proq B2B yo'nalishga ko'proq fokusimizni qaratyapmiz. Katta ob'yom olyapsiz, bittada. Kattaroq ob'yomlar olyapmiz. Asosiy sityovoylar, katta restoranlar, gostinitsalar, mana mana shu narsalarga hozir kongress hollar, shular bilan ko'proq fokusimizni qaratyapmiz. Bizani o'sha kuchli tomonimizni aniqlab oldik va o'shanga fokus beryapmiz hozir. Prosta men o'ylardimki, mana shu oshxonamni qilib berganingizda bo'ldi, mana shu oshxona bo'yicha ketasiz, chunki bunga konkurent yo'q-da. Shunaqa. Ya'ni men hozir obunachilarimga aytib qo'yib, bular shunaqangi narsa qilib berganlarki, hozir bittasini qaysi birini oching. Yonini ko'rasizlarmi? Kronkasi yo'q. Faner, oldi orqa tomoni shpon, oshiq-moshiqlari blum. Aka, bizda bitta prinsip bor-da. Har bitta ish qilsak, o'zimizga ravo ko'rgandek qilamiz. Uyingizda bormi shundan to'g'risi? Yo'q, yaxshi. Bunaqasidan yo'q hali. Bunaqasidan yo'q. Hatto uyingizda ham yo'q. Men oxirgi marta 4 yil, 5 yil oldin kuxnya qilgan bo'lsam, shu mexanizmlar bor, shunga o'xshagan bular endi zamonaviy mexanizmlar qo'yganmiz sizga, endi oxirgi trendda. Buni Italiyaga borganimizda, shu Italiyadagi katta-katta eng qimmat kuxnya garniturlardan ilhomlanib, mana shunaqa texnologiyada ishlatadi, shunaqa texnologiya asosida sizga qilib berganmiz aka. Shuni Italiyada qilganingizda yoki italyanslar qilib berganida shuni, menga mana shu oshxona necha pulga aylanardi? Ya'ni 4 metrli joy. Aka, agar xuddi shunaqa metrda bo'ladigan bo'lsa, kamida menimcha bir 80 ming, 100 mingdan kam bo'lmasdi. Shunaqa mebel turibdi hozir menda. O'zbekistonda bu necha pulga aylanadi? Endi bizda hozir agar qilinadigan bo'lsa, bizda hozir asosiy yo'nalishimiz B2B, lekin ekskluzivni, ya'ni yo'q deya olmaydigan joylar bo'ladi, o'shalarga qilib beramiz. Shunda necha pulga aylanadi? Taxminan 25 ming, 30 ming atrofida aylanadi, komfortiga qarab. Bor, lekin pul to'laydigan biznesmenlar ko'p, ha. Endi o'zi uchun qizg'anmaydigan, o'zi uchun komfort uchun pul to'laydigan insonlar ham bor O'zbekistonda. Voy. Men endi bunaqa payt bor-ku, Abdulaziz aka, blogerligimdan xursand bo'lib ketaman-da. Eksklyuziv narsalar blogerlar uchun bo'ladi, deb qo'yaman. Hattoki milliarderlarning uyida yo'q ekan hozir mana. Juda ko'p. Hamma aytadi-yu, hamma yoqda shu bo'ldi-yu o'shanda. Daji mana anaqiga ham chaqirishdi. Soliqqa ham chaqirishdi. Yo'q-ku. Nima deydi? Otabek aka, qayerdan sen shunchaga qilyapsan keyin hujjatlarni ko'rsatdik, hamma narsasini ko'rsatib berdik. Mana shunaqa deb turib, da shunaqa ham qilishdi-da deydi. Ular ham daji soliqchilar ham ko'rishgan bu anaqani videoni. Voy, mana xabarim yaxshi aytib qo'ydingiz. Lekin soliqchi akalar akam qilib berdilar, addishi qilib berdilar. Otabek aka, ham siz biznesmensiz, ham blogersiz. Ikkalasini baravar ushlab olib borasiz. Qaysi biri sizga ko'proq yoqadi, ko'proq maza qilasiz? Blogerlik yoqadimi? Blogerlik. Biznes baribir meniki emas. Biznesda mehnat ko'proq ketadi. Blogerlikka qaraganda biznesda
ko'p asab tolalari, stress. stressga tushishli ko'proq bo'ladi. Nima deydi? Blogerlikda faqat ijodda. Ijod qanaqa keladi? Ilhomga qarab keladi-da bu. Va Alloh taolo har bir bandaga o'zini ishini o'ziga oson qilib qo'ygan. Misol siz mebel sohasidasiz, sizga mebel sohasi ketsa sizga osonroq. Lekin siz ham blogersiz qaysidir ma'noda, chunki blog yurg'izasiz-da, obunachilaringiz bor. Hozir nechta bo'ldi obunachingiz? 335 ming. 335 ming. Siz 100% blogersizda. Faqat reklama sotmaysiz. O'zingiz mahsulotingizni reklama qilasizda. Mana o'zingiz ayting, blogerlik osonmi sizga, biznesmi? Menga biznes oson. Sizga biznes oson, menga blogerlik oson. Shuning uchun kimga qanaqa ekan? Endi hamma obunachilarga qiziqda bu narsada. Bizda O'zbekistonda bilasiz, bularni pulni sanash yaxshi ko'rishadi. Qaysi biridan ko'proq daromad topasiz, sir bo'lmasa? Aka, blogerlikdan ko'p daromad topaman, baribir. Biznesga kelganda ko'p bizneslarim, uxlagan bizneslarim ko'p-ku. Biz kamera ortidan faqat o'zimizni yaxshi tomonimizni ko'rsatamiz, qo'pollik aytganda maqtanamiz. Endi blogerlik shu-da, yomon tomonini ko'rsatmaydi-da. Mingta tashvishimiz bor bizani. Biznesda yeb qo'ygan joylarimiz rosa ko'p. Qancha joylarga pul tikkanmiz, pulimizni yechib olmaganmiz. Biznesda fokusni bitta joyga qaratish kerak. Yo biznes qil, fokusni bitta joyga qarat, blogga yig'ishtirasan yoki bo'lmasam bo'ldi, boshqa chorasi yo'q. Safar ham qilmaysiz kerak bo'lsa. Biznesni bitta o'zini joyiga yetkazib olmagunizcha, kerakli egalariga topshirmagunizcha, определённый bitta joygacha chiqib olmagunizcha biznes azob narsa. Shuning uchun men passivniy daromadga qarataman hozir oxirgi payt, ya'ni ko'chmas mulk, uy, yer, shunga o'xshagan narsalarga qilib qo'yganman. Topgan pulimni. Endi qarang, sizga bitta savol. Xo'p. Bir kunda Instagram, YouTube yo'q bo'lib qolsa nima qilasiz? Instagram, YouTube yo'q bo'lib qolsa nima qilaman? O'rniga nimadir chiqish kerak baribir, nimadir bo'ladi. Internet yo'q bo'ldi, yo'q qolsa nima qilasiz? Qo'y boqaman. Qo'y boqasiz. Anaqa uni ham o'ylaganman, aka. Yer yuzida chiroqlar o'chib, svetlar bo'lmay bo'lishi mumkin-ku. Shunaqa gap so'zlar yuradi. Kelajakda bir nimadir hodisa yuz beradi, quyoshdan qanaqadir bir nur keladi, qanaqadir plus belgisini yo'q qilib yuboradi tegi bilan. Shunda zaryad, elektr energiya degan narsa yo'q bo'lar ekan. Unda уже telefon, chiroq, kamera, hattoki sizni sexingiz ham ishlamaydi, zavodlaringiz ham ishlamaydi. Energiya bo'lmasa. Energiya bo'lmagandan keyin eski ibtidoiy jamoaga qaytamiz, aka. Temirchilik, yog'och o'ymakorlik, kemasozlik, dehqonchilik, hunarmandchilikka qaytamiz. O'sha paytda men aka dehqonchilik qilaman. Qo'y boqaman va Toshkent viloyatida 5 gektar hovuzim bor. Baliq boqaman ja bo'lmasa. Baliqchilik. Bu plan bor. Gap beraydi, hammani padushkangiz bor ekanda, ya'ni padushka bor. Bizbilan tilda aytganda. Hammasi Allohdan. Sabablari bor. O'zbekistonda mana blogerlar bor, tadbirkorlar bor. Nima deb o'ylaysiz? Kimni ko'proq odamlar hurmat qilishadi? Tadbirkorlarnimi, biznesmenlarnimi? Tadbirkorlarni hurmat qilishadi, chunki obro' qozongan tadbirkorlar chiqib qoladi yuzaga. Yaxshilari chiqadi. Yomon otliq bo'lgan tadbirkorlar bor, ular o'zini ko'rsatmaydi. Chunki o'zini tadbirkorligi yaxshi pul topgani bilan imенно shu biznes turini ko'rsatishga bekitadi, chunki uyat hisoblaydi. Masalan, nachnoy klublarning egalari bekinadi. Nachnoy klubi borligini ko'rsatgisi kelmaydi ommaga. Tushunyapsizmi? Qanaqadir ma'noda biz endi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'zbek mentaliteti boshqacha. Biz Yevropa emasmiz, aksariyatimiz musulmon bo'lganimiz uchun ular bekitadi. Yoki bo'lmasam qimorbozlar bor, qimor o'yinlarini tashkil qiladiganlar bor. Ular ham o'zini ko'rsatmaydi masalan. Blogerlarda unisi ham, bunisi ham ommada. Shuning uchun chetdan ko'rayotgan odam tadbirkorga nisbatan negativi kamroq, lekin blogerga nisbatan negativi ko'proq. Chunki aksariyat blogerlarning ko'pi xingir tingir bo'lyapti-da. Bilasiz o'zingiz ham. Mana ko'p katta tadbirkorlar bilan yurasiz-da. Ko'plar bilan hamkorlikda ishlaysiz, mana uni gadovoylar do'gur tuzib olgansiz. Ko'pchilikni ko'rasiz, ko'pchilik kameraga chiqishdan qo'rqadi. O'zimizda ham bo'lgan shunaqa. Ha, shunaqa. O'zingiz ham bor. O'zimda ham shunaqa bo'lgan. Hozir ham qiynalyapsiz-ku. Yo, nimaga ommaga chiqishga nima qilishadi? Mana siz ko'p suhbatlashgansiz, o'zingiz anaqalaringizdan keyin, chunki men o'zim ham kamida bir haftada bitta tadbirkor telefon qiladi-da,
lishniy brend qilayotgan ekansiz, qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, qilaymikan, qilmaymikan degan savollar ko'pda. Obunachilarda ham borda. Bu ko'pchilikda hozir mediaga chiqaymikan, chiqmaymikan degan savol turibdi. O'sha masalada nimaga qo'rqishadi o'zi? Nima sabab nima uni tagida? Boyaga aytganimdek, aka tug'ma bu. Misol uchun biz kameradan qo'rqmaymiz. Biz yoshligimizdan shu sahnadan ham qo'rqmaganmiz. Maktabda ham sahnaga kim birinchi chiqish kerak bo'lsa, biz chiqqanmiz. Ani KVN bormi, ashula aytish bormi, serquyosh aytish bormi, olg'a deb chiqib ketaverardik-da. U yoshlikdan bor. Bu yaqinda paydo bo'lib qolgan narsa emas. Tabiatan bu. Tabiatimiz ko'taradi bu narsani. Va siz uyalchinsiz, sizni zo'rg'a chiqardik, lekin siz nima qildingiz? Zamon talab qilayotgan narsaga nima deydi, teskari qaramadingiz-da, qabul qildingiz shuni. Ichingizda nima unaqa bo'ldi? Men bilaman, o'ylagansiz. Kerakmi shu menga? Lekin ichingizda o'ylayapsiz. Talab qilyapti-yu, bo'lmasa bo'lmaydi. Men keyingi bosqichga chiqishim uchun shaxsiy brendimni rivojlantirmasam bo'lmaydi deb o'zingiz bilan o'zingiz rost urishgansiz, to'g'rimi? Shunaqa, okey. Urishib, talashib, keyin shu ishni qildingiz, o'zingizni majburlab bo'lsa ham mana yurib ketdi-ku. Endi bizda bu narsaga men o'zimda shunaqa narsa holat bo'ldi. Oldin bolalar aytardi, o'zi komandamdek bolalar, aka, videoga chiqib bering desa, $10,000 bersam ham chiqmayman degan gap gapirardim. Qo'ylaring, kimnidir olib kellaring, yo nimadir qillaring, bo'ldi, men aralashtirmalaring dedim. Keyin bir inson bilan suhbatlashdim. Nimaga unaqa qilasiz? Nimaga degan savollarni ko'p berurdi-da. Nimaga qo'rqyapsiz? Nimaga chiqmayapsiz? Nima, hop, men aytaman, ommaga ko'ringim kelmaydi, ko'chada har qanaqa bahonalarim bor-da, ichimda-da. 50 ta bahona. Bu ani yoshligi degani ko'pchilikda endi bo'ladi-yu, travmalar bo'ladi. Yo'q, yani sen qila olmaysan, sen qo'y, nima qilasan degan ota-onalarimizdan, doda buvlarimizdan gaplari bo'ladi. O'sha narsa bizning miyamizda qolib ketar ekan-da, ya'ni qo'y, yani panaroqda yur, yani paqir kishi panada yurgani yaxshi degan masalalarni, o'sha narsalarni yengib chiqish kerak ekanda. Men shu narsani xulosa qildim-da, hozir sizdan o'sha narsani yengganimdan keyin bo'lib chiqib ketdim. Bo'ldi, Foyda berdimi? Foyda berdi. Mana yengib chiqib ketdingiz, urushdingiz, janjal qildingiz miyangiz bilan. O'zim bilan o'zim kurashdim. Hozir mana o'zingizni biznesingizni necha foiz klientlar imminni shaxsiy brend orqali keladi? Bizda shaxsiy brend orqali, menimcha 30% klientlar hozir shaxsiy brend orqali kelyapti. Lekin bitta masala bor. Biza borganimizda konversiyani oshirdi. Men asosiy savdoga ko'proq fokus bermadik, chunki biza har kuni men mahsulotimni reklama qilmayman. Chunki meni mahsulotimni aytadi-yu, yani bloger qilayotganda kim nima ko'rish, seni klienting kim ko'rishini xohlasa, sen xohlayotgan odamlar nima ko'rishni xohlaydi. Shu javobga javob topishga harakat qilamiz-da ko'proq jamoa bilan. Shuning uchun menda shunaqa narsa bo'ldiki, ko'proq konversiyani oshiryapti. O'sha odamlarga har kuni reklama qilish yoqmaydi meni mijozlarimga. Chunki men bilaman-da, har kuni mijozlarim bilan gaplashaman, o'sha aytganingizdek, katta tarmoqlarning egalari, o'zini bosib olgan, ularga jiddiy narsa yoqadi. Men borib turib, bizga aytadi, "Men bunaqa qilib bering" deb SMMchilar aytadi. "Yo'q, men unaqa qilmayman" deyman. Chunki u chegara bor-da, ya'ni nima deydi, o'sha meni mijozlarimning chegarasi bor. Men o'zim aslim unaqa emas-da o'zi. Men borib turib aslimni o'zgartiradigan bo'lsam, bu odamlar bilib qoladi buni. Sezadi. Men o'zi tabiatan unaqa jiddiyman, unaqa hazil-huzulga anaqa yo'qman, o'zingiz ham bilasiz. O'sha iloji boricha men harakat qildim, lishniy brend boshlaganimda bitta odam bo'lishga va o'zim aslimkalik ko'rinishga harakat qildim. Rol o'ynamasdan, ochiqchasiga, uyalaman. Hijolat bo'lsam, hijolat bo'laman. Men bunaqa qilgan gapirishni desa, aslanlar bilan ham urushamiz-da, qo'y deyman, gapirmayman bu gapni deyman-da, jim bo'lib qo'ya qolasiz. Urushdan qochasiz? Konfliktdan qochasizmi? Konfliktli joylardan qochishga harakat qilasizmi? Endi qanaqa? Yo, tashashasizmi? Misol uchun siz bilan kimdir urushmoqchi, oxirigacha borasizmi yo salom qilasiz? Yo, men tashlayman, qo'yaman. Bo'ldi, qo'y, shu gapira qolsin, men jim bo'la qolay deysizmi? Shunaqa odatingiz bormi? Men xarakter meni teskarim ekansizda. Men talashmayman. O'sha yaxshi. Men o'zim bilan bilaman-da, Men asabim buzishni xohlamayman. Ko'proq asabiylashishni ham xohlamayman-ki. Arziydimi deyman, birinchi savol. Talashganimga arziydimi? Stoit. O'sha pul arziydimi, yo'qmi? Yo'qsa kech borgan joylarimiz ham ko'p-da. Talashib o'tirmaymiz. Chunki biz qadarimiz aniq, rizqimiz aniq. Alloh yozib qo'ygan. Yozib qo'ygan. Ortig'ini ham ola olmaymiz, kamini ham ola olmaymiz. Bu narsaga taslim bo'lganmiz. Baraka toping. Mana
ko'pchilik obunachilaringiz ko'proq sizni daromadingizni hisoblashadi, ko'rishadi-da. Buni orqasida qanaqa stresslar bor, qanaqa mashaqqatlar bor? Unaqalar ham bormi? Misol uchun aytyapsiz, ekranga faqat men chiroyli narsani ko'rsataman deyapsiz. Ichida bormi ani qiyin mashaqqatlarni, blogerlikni mashaqqatlari, blogerlikni stresslari ham bormi? Yo просто oson pul topiladimi? Okay, 32 yoshimdan keyin men blogerlikni boshlaganman. O'zi blogerlik ham o'zi shu payt, shu davrga to'g'ri kelib qolgan. Biz birinchilardan bo'lganmiz. U bozor bo'm-bo'sh edi-da. Va shu bozorda chuqurroq o'rganganmiz, aka. To'g'ri aytaman, qo'pol qilib aytganda, pulga zor bo'lgan paytda bo'ladi bunaqa narsalar. Shunaqa. Pulingiz bo'lmagandan keyin nimadandir pul topish harakatida bo'lasiz-ku. Mana shu bozor bo'sh bo'lgan. Shunga chuqurroq kirganda ham rosa chuqur kirganmiz-da. Va shuni men aytdim-ku, yoshligimdan sahnadan uyalmaganman, chiqib urganmiz. Shu narsa qo'l kelgan va qilib ko'rishga menda xohish bo'lgan. Xohish bo'lgan va qilib ko'raverganman, zarar bo'lmaydi-ku deganman. Qilsam qildim, qilmasam nima yo'qotaman degan ma'noda qilganmiz va to'g'risi aytaman, mana 7-8 yil bo'lib qopti уже. Ancha vaqt o'tib qopti. Rezultatlari yomon emas deb o'ylayman. Yo'nalishlar o'zgarib ketgandir. Alloh o'zi yo'nalishlarni ham ko'rsatib beradi. Afsuslanmayman qilgan ishlarimdan. Mashaqqat bo'lganmi desangiz, bu mashaqqat bu 7-8 yillik mashaqqat emas-da. 32 yoshimgacha bo'lgan mashaqqat-da bu. Tegini olib qarasa. 32 yil davomida har xil ishlarni qilib ko'rasiz-ku, bo'lmaydi-yu, yemaydi-yu, bo'ladi-ku. Hamma mana ko'p ukalarimiz bor, nimadir ish qilyapti, o'xshamayapti, lekin o'xshashigacha kira qilib ko'radi orada. Doimiy nimadir tirikchilik qilib turish kerak oilani boqib. Bu oila boqish shunaqa narsaki, siz nimadir qilmoqchisizda, nimadir qilishga fokusni qarata olmaysizda. Chunki bu yoqda oila och qolmasligi uchun ham oilani ham ta'minotini qilishingiz kerak parallelni. Ularni boqishdan tashqari keyin bu yoqda kelajagiga nimadir fokus qaratish azob narsa-da. Buni ukalarimiz bilishadi. O'sha narsalar bizning boshimizdan o'tgan. Mana hozir misol uchun to'g'ri aytganda oson pul topgandek ko'rinadi odamlarga. Yo'q, uni orqasida katta mehnat bor. Sizda ham xuddi shu narsa, aka. Men bilaman, siz ham noldan boshlagansiz. Siz hozir adezdan qolgan biznes emas-da. Shunaqa. Sizniki ham, mana bizniki ham unaqa emas. Prosta bitta katta fishkasi bor, ota-onamiz duosini olganmiz. Shunaqa. Ota-onamiz duo qilganki, shunaqa duo qilganki, bizga ulardan nimadir boylik qolish shart emas. Duosini o'zi bilan uncha-munchasini biz yoradigan bir biznes egasi bo'lib qolishimiz mumkin. Allohga oson. Shunaqa. Qachondir vaziyat bo'lganmi? Mana blogerlikni tashlab yuboraman, bo'ldi, kerak emas, to'xtataman degan vaziyatlaringizga tushib qoldingizmi? Qiyinchiliklarga shunaqa bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Bo'lmadi. Nega bilasizmi? Mani hozir boshqa ishim yo'q-da. Boya aytdim-ku, mabodo Instagram, YouTube'lar, svet degan narsalar, elektrичество degan narsalar bir kunda yo'q bo'lib qolsa nima qilasiz dedingiz-ku? Qo'y boqaman dedim-ku. Men qo'y boqim kelmayapti-da hozir. Jilani yo'q. Endi eng ani force major soch bo'ldi, sizdan hamma hayf qilib tashadi yoki butun obunachilaringiz отписка bo'lib ketdi, shunaqa holatlar bo'ldi. Sinovlar keldi-ku. O'sha sinovlardan pozitiv chiqib ketishga harakat qildingiz. Lekin baribir odam ichida ustingiz kulgan bo'lsa ham, men bilaman-da, siz ham yaqindan bilaman. Ich odamni tashqariga ko'rsatmaydi-da. Ko'proq kulgan odamni ko'p dardi bo'ladi deydi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Zarbani yaxshisi bo'ldi, tan olaman, lekin chiqib ketishni o'ylamadim, aka. Men chunki bu ishimni yaxshi ko'raman-da. Menga blog yurg'izish kayf beradi. Men zerikib qolsam nimadir olishim kerak. Shu zerikkan paytimda shu nimadir olishim kerak degan narsa menga kayf beradi, aka. Dopamin deydimi, nima deydi? Energiya beradi. Energiya beradi, aka. Shuning uchun hech qachon o'ylagandirman tashlashni. Keyin nima qilaman deyman-da. Keyin nima qilaman? Keyin nima qilaman? Men o'ylaganman, misol uchun, keyin sizga o'xshagan biznesmen bo'laman. Misol uchun, deylik, qo'limga bitta katta pul tushib qoldi, misol uchun. Katta pul tushib qoldi-da, deylik, keling, $10 million pulim bor. Sizga o'xshagan biznesmenga aytaman-da, aka, men qarochi ishlamayman, investor bo'laman sizga. Misol uchun, sizni biznesingizga 50 yillik kirib kelaman. Mana sizga $10 million. Menga shu dividendlar yechib berib tursangiz bo'ldi. Misol uchun bo'ladi-ku, shunaqa biznesmen aksiyalarni sotib olishi mumkin. Misol uchun Tesla'nikini, Apple'nikini masalan. Dunyo kezib aylanib yursam bo'ladi, lekin o'ylaganman uni ham. Xo'p, keyinchi deyman-da. Zerikib ketaman-ku, nimadir qilishim kerak-ku. O'shanaqa bo'lsa ham bar blog yurg'izardim. Bitta farqi nimada desangiz, farqi reklamaga pul olmasdim. Bepulga qilardim yoki-da kontent uchun qilardim.
Bizaniki hozir tirikchilik-ku bu. Bizning blogerligimiz, bu tirikchiligimiz bizning. Otabek aka blogerlikning orqasida mana uchastkangizda o'tiribmiz. Uchastka qurdim deb aytdingiz, hamma yoqda anaqa qildingiz. Aylandi. Hamma yoqda aylandi, butun nima deydi, stроитель bozorida aylandi-da u. O'shanga qancha mana sizga mana blogingiz foyda keltirdi. Qanchasi barterga bo'ldi? Uchastkangiz nechi pulga tushdi? Qanchasi barterga bo'ldi? Qanchasiga o'zingiz pul to'ladingiz? 30% barter bo'ldi. 100% bo'lmaydi baribir. Chunki ko'tarib olgunib, ustini yopib olgunimcha baribir o'zim yonimdan ketdi. Asosiy barter bo'ladigan mahsulotlar ko'zga ko'rinadigan mahsulotlar. Chunki tadbirkor ham ko'rinadigan narsani reklama qiladi-yu. Fundamentni ichidagi temirni reklama qilmaydi-ku, ko'rinmay ketadi-yu. Shu asosan shu ichkariga kirganimizda o'sha boshlandi. O'zi to'g'ri aytaman, bunaqa katta summa sarflash niyatim yo'q edi. Bir $200,000 ga uchastkaga kirib olaman degan niyatim bor edi. Keyin tadbirkorlarning o'zi kelishdi, mana sizga o'xshagan bittasi sizda aka, mana shu mebel $25,000 ga aylandi deyapsiz. Men bunaqa qilish niyatim yo'q edi. Menga ham bo'lardi, oddiy mebeldan, kvadrat $200 dan. Keyin mana o'zingiz boshlab berdingiz. Aka qilib beraman, eng zo'rini qilib beraman. Men eng zo'r mahsulotim sizda bo'lishini xohlayman, ko'rsatishingizni xohlayman dedingiz-da. Shunaqa. Men aka kim yo'q deydi ayting. Libbo insonga shunaqa taklif bersangiz yo'q demaydi-ku. Men nimaga yo'q deyishim kerak ekan? Yo'qdi menga. Ko'rib turganingiz zo'r bo'ldi. Buni xalq ko'rdi, xalqqa ham ko'rsatdim. Xuddi shunaqa qilib boshqa mahsulotlarga ham tadbirkorlar chiqishdi-da, aka bizning mahsulotimizni ko'rsatib bering. Biz sizga bepulga qo'yib beramiz. Ba'zi birlari sizga katta skidka qilib beramiz. 70%, 50%. Katta chegirma asosida bo'ldi ba'zi birlari, chunki katta summa bo'lib ketardi-da. U menga baribir juda ham arzonga aylanardi. O'sha narsani bozordagi eng arzon narsani puliga aylanyapti-da menga, eng premiumdagi narsalar. Zo'r. Mana Toshkent shaharda men 6 sotva uchastkangizni 6 sotu, adashmasam 6 sotva, 8 sotu. Toshkent shaharda 8 sotu uchastka. Xuddi sizga o'xshagan ko'pchilik hozir uchastka qurmoqchi bo'lganlar ham bor-da, obunachilar orasida. Qancha ketdi mana shuni taxminiy, masalan, rashyoti bormi shu anaqangiz? Aniq rashyoti bor. Aniq bor. Taxminiy emas, aniq bor. Chunki reklamaga barter bo'lsa, mana sizniki ham yozib qo'yilgan. 25,000 deb yozilgan. Adam yozib qo'yardilar. Keyin adamga pul, endi ota-onamda turadi deb pul. Adamga pul beraman. Kirgan pul yozilmaydi. Chiqqan pul yozadi. Ya'ni adam daftarchalari bor. Ustalarga berdim, unga berdim, bunga berdim deb ani qog'ozga yozib qo'yadilar. Shunda qaraganimizda taxminan bir 350 ketdi. 350 cho'nchakdan ketdi 2 yil mobaynida. $250,000 mahsulot bu reklama bo'ldi. Общий shunda 600,000 ga tushdi. 600,000 ga tushdi. Shunda podключ bo'ldi-da. Televizor, lyustra, pishtalar, pardalari bilan konditsioner hammasi. Hovlidagi gazonlargacha. Necha kvadrat joy bo'ldi shunda? Yopiq pomeshcheni? 450 kvadrat bo'ldi yopiq pomeshcheni, 150 kvadrat terrasada joy. 600 kvadrat joy, 600 kvadratli joy bo'ldi. Da, shunaqa bo'ldi. Zo'r. Cho'tki bo'libdi. Havas qilgan narsam. Havas qildik. Biz sizga o'xshab, endi nasib qilsa. Endi bizda endi siz endi zamonaviy qilib hamma yog'ini yorug' qilib qildingiz. Hamma yog'i aniq qilganingizdagi. Keyin biz ham Ulug'bek aka dizaynerga chaqirdik-da, akaga. Aka dedim, men uchastkam cho'ti Otabek akamga yo'qotdi menga dedim. Shunga o'xshagan o'rtaga qurib bering menga dedim, o'rmonning ichida uy bo'lsin dedim. Ularga ham anaqa qildik. Boshladingiz hozir? Nasib qilsa endi interyerdan boshlaymiz. Zo'r. Uje korobka qilib yop Yo'q, endi interyerni qilamiz, dizaynini qilamiz. Demak, sizda ham uyingiz 360 gradus, hamma joyda oyna bor. Shunaqa. O'rtaga tushsiz uyga. Shunaqa qilmoqchimiz. Ya'ni orasida daraxtlar ham o'stiryapmiz, xudo xohlasa. Voy, baraka toping. Ana orasida akvarium qilib, daraxt o'stirib shunaqa qilmoqchimiz. Endi nasib qilsa, Oka safarni plyus tomoni mana shunda sezdim. Shunaqa yaponskiy stil. Yaponskiy stil, amerikanskiy stil. Nimaga amerikanslar uyni o'rtaga qo'yadi, qo'shni bilan devorma-devor uy qilmaydi. Havo aylanish uchun, yorug' kirish uchun qilar ekanda. Bizda endi yer qimmat u shaharda, Toshkent shaharida yer qimmat. Nyu-Yorkda ham shunaqa, uylar yonma-yon, yer qimmat bo'lgani uchun, lekin sal chekkaga chiqsangiz, uylar o'rtada bo'ladi. Misol uchun, o'zingiz ham ko'rdingiz, misol uchun, bu yoqda oyna bor, ro'parada ham oyna bor, chapda ham, o'ngda ham oyna bor menda. Shu uyda havo ham aylanadi, oynani ochib qo'yasiz. Gap yo'q lekin, terrasda maza qilib olamiz. Mana siz aytdingiz-ku, 360 gradus hamma yoq oyna bo'ldi degani ko'pchilik bu ta'sir qildi. Ko'pchilik uyni shunaqa quraman deyotgan ekan. Bozorni shakllantiryapsiz endi. Bozorni shakllanishiga ozgina xizmat qilib qo'yibmiz. Mana misol uchun
Именно mana shunaqa sizni qilib bergan stilingizdagi mebelga talab уже bor. И sezgan bo'lsangiz uyni panel qildim-ku atrofini, полный. Men bitta ham devorga kraska ishlatmadim. Shunaqa bo'ldi. Shpaklovka ham ishlatganim yo'q. Shundoq olib devorga shundoq yopishtirib qo'ydik. Lekin mana shunga ham odamlar уже o'rganishdi. Boshida ofis bo'lib qoladi deyishyotdi. Menimcha ofis bo'lib qolmadi, uyga o'xshayapti. Tez bitib ketdi. Ham tez bitadi. Arzon tushadi, aka. Otabek aka, mana hozir uy qurayotganingizda, mana shu reklama qilayotganingizda ko'p xeyterlar, tekinga uy quryapti degan xeyterlar bo'ldi. И misol uchun hammada bordi. Nimaga menimcha obunachim bor, men qura olmayapman, bular quryapti degan narsalar bo'ldi. Qanaqa javob berdi shularga? Aka, tekinga uy qurdi, tekin xo'rsan, harom xo'rsan degan narsalar ko'p bo'ldi. Endi sizga savol. Mana siz tadbirkorsiz, g'irt ko'chadagi begona odamdan cho'nchagidan 100 ming pul olishingiz kerak. Qanaqa olasiz? Qiymat berib. Nimadir qiymat berasiz. Qiymat beraman. Aka, odamlar ahmoqmi o'zidan sizga pul beradigan? Yo'q, rozi. Aka, birovni cho'nchagidan 100 ming so'm pul olish azob. Shunaqa. Aka, ishoning azob. Men xeyterlarga aytaman. Siz biron bir kishini cho'nchagidan pul ola olasizmi? Meni ishim oilamni boqishim uchun kimgadir nimadir qiymat berib, o'shandan pul olish. O'sha siz qiymat bermasangiz, keyin safar u sizga pul bermaydi. Yo'q, aka, bozor shunaqa shakalang, hamma bir-biriga bog'liq. Bu men boyi bolasi emasman-ku, tug'ilganim bilan qanaqasi. U unaqasi to'g'ri, qaysidir ma'noda sen boy tug'ilgansan, boylik yashab olsan, siz boshqa narsadir. Lekin shu boyi bolasi ham qiymat beradi. Kelajakda bar ishlab pul topish kerak-ku. Nimagadir asoslanib qiymat beradi, kimgadir qanaqadir qiymat beradi. Masalan, bitta misol aytaman. Hojimurod ukamiz bor, katta qo'lli loyihasi egasi. Otasi boshlagan ishi o'zi davom etib ketyapti. Zo'r ketyapti shu bola. U bola bo'ldi, men pul topdim, men safar qilib, inamarka minaman deb yurgani yo'q-da. Komfortni zona yo'q, komfortni zona. Yosh bo'lmasam, hozir kakras pul sarflaydigan, mazza qilib yuradigan paytida hali 30 ga ham to'lmagan bo'ladi. Lekin uyni sotish uchun, uyni qurish uchun yangi loyihalarga o'zini urib tashlayapti-da. Men qatdan o'tdi bu energiyani tushunmayapman. Bitta qo'yli katta bozori qilib, misol uchun bitta qo'yli katta bozori qilib 6000 ta uy sotib bo'ldi demayapti-da. Bu yoqdan yana bitta loyiha quryapti, Ostonadan yana bitta loyiha quryapti, hozir yana yerlar qidirib, tugat bo'lmasdan o'sha keyingisiga sakrab ketyapti-da. Mana, okey, motivatsiya. Men ko'p aytaman, noldan chiqmasdan hech narsaga erishmasangiz, malomatga qolmaysiz. Hech kim sizni aybdor demaydi. Lekin boyi bolasi bo'lib turib, otangiz boyligini yo'q qilsangiz, obro'yingiz tushadi yoki bo'lmasam o'sha biznesni dal olib ketsangiz, maqtov eshitasiz. Chunki bu boyi bolasiga naborot 2 marta qiyin. Shu boylikni ham olib keta olmadingmi deyshadi. Lekin boyaga aytgan gapim, noldan chiqolmay oddiy hayot kechirib yurgan ukalar hech narsaga erishmasa, hech kim ularni so'kmaydi. Shuncha aytmoqchiman, aka, xeyterlarga aytmoqchiman, birovni cho'nchagidan pul olish azob narsa, qiyin narsa va kim menga qanaqadir pul to'layotgan bo'lsa yoki bepulga qilayotgan bo'lsa, u bepulga emas. Demak, men unga nimadir qiymat beryapmanki, u meni xizmatimdan foydalanyapti va men ham uni xizmatidan foydalanyapman. Hamkorlik bo'lyapti-da. Hammaga manfaatli bo'lyapti. Mana hozir aytasiz, mana boy oiladan millioner chiqish osonroqmi yoki kambag'al oiladan chiqish osonroq? Mana hozir siz ko'p tadbirkorlar bilan ishlayapsiz. Mana hamma analiz qilib yurasiz, men bilaman-da sizni. Hamma yoni izuchasi qilib yurasiz, informatsiyangiz ko'p. Qaysi biri mana misol uchun boy odam ikkinchi avlodga o'tib ko'p bizneslar sinib ketganini ko'ramiz. Yo'q bo'lib ketadi. Qaysi birini anaqasi imkoni ko'proqmi? Imkoniyati ko'proq и foizi ko'p mana real hayotda. Ana yaqinda bitta video ko'rib qoldim-da. Xuddi shu savolni berganda aytayotdi-da. Tasavvur qiling deyapti, 9 etajga binodan deydi, 9-etajga kimdir birinchi chiqish kerak deyapti-da. Sizni farzandingiz boy bolasi 5-qavatda-da. Kambag'al bolasi 1-qavatda deyapti. Qaysi birinchi chiqadi deyapti. Tushunasiz? Da, to'g'ri bu gap. No, lekin bitta narsa bor. Puli yo'q insonda, qiynalgan insonda boyligi bo'lgan motivatsiya kuchliroq bo'ladi. Qorni och inson. Qorni och. Shuni bilasizmi? Korzinkaga kirganda och holingda kirmagin, bo'lmasam pakupkani ko'p qo'rasan deyshadi. Eshitgansiz shu narsani? Shunaqa. Betdan xuddi. Da. Menimcha noldan boy bo'lish osonroq. Yana aytaman, chunki noldan boy bo'la olmay qolsangiz sizni hech kim urishmaydi.
boy bo'lmading-ku demaydi. Lekin boy bolasi boy bo'lib turib shu boylikni olib keta olmasa, aka hammadan gap eshitadi u. Hop, mana siz ko'rayotganingiz 10 ta boy bolasidan nechtasi tortib ketyapti hozir? Mana hozir jamiyatimizda ko'rayotgan Aka kam. Mani hisobim bo'yicha, balkim noto'g'ridir-ku. Siz statistikangiz. Mani statistikam bo'yicha taxminan 30% tortib ketadi. Qolgan 70% tortib keta olmaydi. 30% tortib ketdi. Mana ulpatlarimiz orasida biznesmenlar ko'p-ku. Men ularning farzandlarini ham bilaman-da, aytolmayman bu yerda hozir. Uzoqqa bormaydi bunaqa farzandlar bilan. Nimaga mana o'sha farzandlar mana shu 70% ko'pchilik mana ikkinchi avlodga biznesga o'tmayapti. Katta biznesmenlarni ham farzandlari Otani o'ziga o'xshamayapti-da bola. Nimaga o'xshamayapti deb o'ylaysiz? Mana muammoni Gen-da, aka, gen misol uchun o'g'li bor. Gen o'sha, bundan ham gen, bundan ham gen o'sha. Nimaga u o'tib ketmay olmayapti? Qarang. Hamma kambag'al ham boy bo'lib keta olmaydi-ku. Noldan boy bo'lib keta olmaydi-ku. U tug'ilganidan jangchi bo'lib tug'ilgan. U odam o'zi biznesmen, kelajagi peshonasida biznesmen bo'lish yozilgan noldan. Qiyinchilikdan katta bo'lgan. Noldan boshlab bosyapti gazni. Endi qarang, uylanib bola chaqali bo'lgandan keyin bolasi nobog'da otasiga o'xshab qolsa, u gen otasidan o'tgan bo'ladi, biznesi davom etib ketadi. Unga muammo yo'q. Lekin bola onaga tortishi mumkin. Onani xarakteri zo'r bo'lsa yaxshi, lekin onani xarakteri nima desam, yumshoq tabiatli, biznesga moyilroq, kamroq bo'ladigan bo'lsa, u boladan biznesmen chiqishi qiyin, u yo'q qilib u. Ko'pincha holatlarda bola tog'asiga tortishi mumkin. Yoki bo'lsam onasini dodasiga tortish mumkin masalan. Otasiga emas-da lekin. Okey, hamma ham biznes bo'lib ketavermaydi, bu ham talantda. Biznes bu talant bu. Bu ham rolda, to'g'rimi? Okey, biznesni o'rgatib bo'lmaydi birovga. Tug'ma. U tug'ma biznes, u talant u. Xuddi mana Yulduz Usmonova ishlatadi. Yulduz Usmonovadagi hech kim bo'la olmaydi, masalan. Qo'pol qilib aytganda. Talantda u faqat talant, 100% talant. Messidagi bo'la olmaydi hech kim. Bu ham talantda. Biznes ham xuddi shunaqa, okey. Talant bu. Talantdan boshqa narsa emas bu. Tug'ma bo'lish kerak bu. Endi men bitta juda katta taniqli biznesmenni eshitganimda, o gaplarni eshitganimda, men farzandlarimni yo'qotdim. Endi nabiralarimni tarbiyasi bilan shug'ullanyapman. Chunki men o'zimni bizneslarimni nabiralarimga qoldiraman. Chunki ularni yoshligidan tarbiya qilishni boshlayapman. Aytdilar-da, bolalarim tortib keta olmaydi dedilar. Ko'zi yetmayapti. Ko'zi yetmayapti. Balkim bizi ularga yengil hayot, o'zimiz ishga fokusimizni qaratib turib, fokusimizni biznesga qaratib turib, aytganingizdek, ya'ni tirishib, tortishib, balki farzandlarni esimizdan chiqarib qo'yayotgandirmiz. Yo'q, aka, mana bunaqa narsa bor. Odam bor-ku, o'ziga nisbatan adolatli emas-da. Nega unaqa deyapman? Farzandiga bundoq qaraydi-da. Men buni biznes qilishim kerak, shuncha boyligimni tashlab ketishim kerak, shu bola meni biznesimni davom etib ketish kerak degan xayol aylanadi-yu, lekin farzandi nimaga qiziqishini so'ramaydi farzandidan. Zo'r. Okey? Odam adolatli bo'lsin-da. So'ra, gaplash, o'zi bilinib turibdi-ku biznesmen emasligi. Nima qilasan uni qiynab? Ertaga bekordan bekor baribir hamma biznesini nol qiladi. Undan ko'ra biznesini o'zing rivojlantirganda, kerakli insonlarga sarflaganda, kerakli insonlarni anaqa qilganda, nima deydi? Jalb qilib, sherik qilganda, farzanding o'sha puldan daromad olib turib, o'ziga yoqadigan ishga sarflasin. Masalan, kimdir rassom, kimdir ashulachi bo'lgisi keladi, kimdir sportsmen bo'lgisi keladi. Qo'yib berursin, aka, men shunaqa tarafdoriman. O'zingizda ham shunaqa bo'lganmi, to'g'rimi? O'zimda ham shunaqa bo'lgan. Adam meni ishlaganmisiz? Adam voyinnilar-ku. Adam meni voyinni bo'lishimga, militsiya bo'lishimga rosa harakat qilganlar. Okey, men sen ham katta rahbar должность bo'lasan deb yurganlar-da. U menga вообще yot begona narsa-da bu. Uni keyin bilib qolganman o'zim ham. Men endi adam menga yomon narsani ravo ko'rmaydi deb adam aytganini qilaverganman. Keyin adam ham oxiri tushunib aytganlar, bu saniki emas ekan, bolam deganlar. Bekorga vaqt yutqizib qo'ydik deganlar. Yo'q, vaqt yutqizmadik. Taqdir peshana ekan, zato kech bo'lsa ham. Lekin o'sha paytda shu davlatda yurgan paytingizda, davlat ishxonalarida yurgan paytingiz hozir ham sizga ishlaydi-da. Tajriba bo'lib ishlaydi. Tajriba bo'lib ishlaydi. Baribir juda bir katta tajriba bermaydi-da. Misol uchun har bitta katta tadbirkorlar bilan ham shu deylik, Urgunda gaplashishingiz ham yoki ularni muomalangiz ham shu baribir anaqa shunga tortmaydimi? Yo'q deb o'ylayman. Endi otadan qolgan tarbiya bo'lishi mumkin, lekin ishxonani unga aloqasi yo'q, aka. Men ishxonada ishlagan paytimda katta tadbirkorlar bilan gaplashmasdik-da biz. Biz o'zi 200-300 dollar oylik ishlab yurgan bo'lsak, qanaqasiga milliard dollarlik tadbirkorlar bilan gaplashasiz? Mana hozir gaplashaman. Nima ish qilasiz?
sug'urta kompaniyasida ishlagan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men aytaman, sizga ana karta suzadi-ku, qo'lingizga nima tushadi? Kozirlar tushadimi, tushmaydimi? Qo'lingiz rasvo bo'ladi-yu, 6-7 lila bo'ladi-ku. Hozirgi ota-onalarga siz tavsiyangiz nima? Mana misol uchun mana farzandini majbur bu butun men o'ylaymanki bir 70-80% O'zbekistonda bu ota-onalar farzandini hayotida yashashni xohlaydi. Shunaqa o'zi orzuda yoshligida erisha olmagan, doktor bo'la olmagan, sen doktor bo'lasan. Sen misol uchun bankir bo'la olmagan o'z yoshligida, sen bankir bo'lishing kerak degan pozitsiyani qiladi. Uni o'zini rassomchiligiga qiziqsa ham yoki artistligiga qiziqsa ham uni yo'q, mana shu qilasan deydi, umrini yo'qotadi. Men shunaqa odamlarni eshitdim. 32 yoshida yo'q, men biznes qilmayman deb universitetga 7-8 yil universitetga topshirganlarni ham eshitdim-da. Nima u? Qanaqa maslahat berishingiz mumkin? Mana hozir bizlarni ko'rayotgan obunachilarga majburlash kerakmi yoki yo'q, imkoniyat berish kerakmi? Imkoniyat berish kerak. Senna degan kino ko'rdim yaqinda Netflixda. Men sizga ko'rish tavsiya beraman. Sennani bilasiz kim bo'lganini? Yo'q. Endi siz yosh pokoleniyasiz ko'rmagansiz. 94-yilda avariya bo'lib o'ladi. Mixail Shumaxer bilasiz? Ha, bilaman. Mixail Shumaxergacha nomer 1 poygacha Senna bo'ladi. U o'lgandan keyin Shumaxer top bo'ladi. Bo'lmasam Mixail Shumaxer bilan tashashayotgan bo'ladi. Bir necha marta chempion bo'ladi. Braziliyalik bo'ladi. Ayrton Senna poygachi. Yoki kinosini ko'ring, tavsiya beraman. Adasi boy, zavod egasi bo'ladi. Farzandiga aytadi, o'zi bitta o'g'il bo'ladi. Biznesimni davom etgan deydi-da. Ada shu bitta poygada qatnashib olay deydi, rosa mashinaga qiziqadi. Poyga bilasiz, pulli. Hozir Formula 1 ga libboy o'zbek odam kiramansa, katta biznesmenning bolasi kirmasa, kambag'al bolasi kira olmaydi anaqaga, sport kariga. Chunki pulli rosa katta rasxod. Adasi pul bilan bolasini ta'minlaydi. Bo'ldi, natijaga erishding, jahon chempionati bo'ladi. Formula 1 bo'yicha emas, Formula 4 mi shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, bo'lding, natijaga erishding, endi qaytib kel deydi Angliyadan dedi. Braziliyaga qaytib kelganda biznesing davom etgin desa, biznesda o'tiradi, zerikadi. Ada yana borib chempionatda qatnashib kelay deydi. Shunaqa qilib, ada men biznes menga emas ekan, meni hayotim poygada ekan. Menga oq fotiha bering deydi, qo'pol aytganda endi. Keyin adasi bo'pti, yoqtirgan ishingni qila qolgan deb adasi rozi bo'ladi. Ani bola jahon chempioni bo'ladi. Formula 1 bo'yicha nomer 1 bo'ladi, aka. Braziliyani Pelesi bilan tenglashadi, aka. Hozir Braziliyadan so'rasangiz, sport tarixida sizlarni obro'ylarni ko'targan ikkita sportchini aytgan desa, Ronaldo ham emas. Bittasi Pele bo'lsa, ikkinchisi Senna bo'ladi-da. Videoni ko'rib, to'g'risi yig'lagan joylarim ham bo'ldi. Kinodan yomon ta'sirlandim-da. Va shuni bildimki, ming boy bo'lsangiz ham farzandni o'zini qiziqqan ishiga bersangiz, u sizdan ham boy bo'lib ketadi. U adasidan boy bo'lib ketdi. Tushunyapsizmi? Yana bitta misol bor, aka. Futbolist bor, Rooney. Adasi boy bo'lgan, bu futbolist bo'lib ketgan. Yana bittasi bor. Gangnam Style ashulachisi bor, oti nima edi? Psymi, ana aytadi. Aka, uni ham adasi milliarder bo'lgan, boy bo'lgan, o'g'lini ashula aytishiga rosa qarshi bo'lgan. Adasini aytganini qilmasdan ashulachiligini quvurgan, ko'rdingiz keyin nima bo'lganini. Oki nomer 1 bo'lib ketdi. Hozir topayotgan daromadi adasinikidan bir necha marta ko'pda, masalan. Shuning uchun farzandga menimcha erkinlik berish kerak, uni qiynash kerak emas. Biznesmen bo'lmaydigan bo'lsa nima qiladi aldab? Mening bir nechta o'g'lim bor-da. Men ularni birontasini qiynamoqchi emasman. Bloger bo'lasanlar demayman men. Men hozir o'rganyapman. Men haligacha bilmayman nima bo'lishini. O'rganyapman. Buni fishkasi nima? Lekin hunarga berganman. Qobiliyati nima? Hunarga berganman. Pul topadi. Mana 17 yosh bo'lsa ham $400-500 pul topadi o'g'lim. O'tdan qilib, mobilograflik qiladi, ozgina kimlargadir videolarni montaj qilib beradi, qaysi ishlarni qilib beradi. Shu stri bola. Biznesga moyilligi bormi, yo'qligini men bilmayapman. Chunki men aytaman, bitta ish ustasi bo'lsang, zo'ri bo'lgin, bo'lmasam kerak emas. O'rta meyonasi bo'lmaydi-da. Bo'lmasam futbolist o'g'lim. Ha, yo'q. Bunyodkorda professional futbolist bo'lgan, prosta nomer 1 emas-da. Siz berganmisiz futbolga? Ha, yoshligidan berganman. Hozir maktabida ham institutli joyda o'ynasa eng zo'ri bo'ladi. O'zbekistonning eng zo'ri emas-da. Menga eng zo'ri bo'lish kerak o'g'lim. O'rta meyonasi bo'lmaydi. Futbolda ham o'rta meyonasi bo'lsangiz, yaxshi pul topasiz. Aytganingizdek, eng zo'r bo'lishni o'g'lingiz xohlamasa-chi? Mana sizda ambitsiya bor. Eng zo'r bo'lishim kerak. O'g'lingiz xohlamasa-chi, shu eng zo'r. Menga yetadi shu. Okey, unga ham roziman. Menga o'g'lim tinch, baxtli, sokin hayotda yashasa, xotin, bola chaqalarini eplab yursa bo'ldi menga. Harom xarijdan uzoq bo'lsa bo'ldi. Chunki
hamma odam bu dunyoga kelib boy badavlat bo'lish shart emas-ku. Shunaqa. Tushunyapsizmi? Hammani o'zini vazifasi bor. Alloh taoloning mani o'g'limga plani bor. U qiladigan vazifa bor. Mana hozir siz ham ko'p joydan uy oldingiz. Korobka holatda uy oldingiz. Korobka holatda uylar olishga nima deysiz? Mana Turkiyada ham uy oldingiz, O'zbekistonda ham oldingiz. Turkiyada tayyor uy oldingiz, korobkani ta'mirlangan. Tayyor bitgan uy oldim. Bitgan uy oldingiz. Bizda hozir korobka bilan sotishyapti-da va u uyda yashayotgan odamlar bir 4 yil, 5 yil tinchligi bo'lmayapti. Taqir-tuqirda. Sizga o'xshagan mebelchilar tinchlik berishmaydi-da. Shunaqa. Bu bizda ham O'zbekistonda mana hozir nima qanaqa qaraysiz bu narsaga? Korobkada uy sotishiga va tayyor podключ sotishiga. Oka zo'r savol berdingiz. Menimcha uyni bitirib bergan ma'qul. Bizda o'zimga moslab qurib olaman deyshadi-yu. Oka agar sizga podключ uy qilib bersa, yashurar ekansiz. Shunaqa. Aslida yashurar ekansiz. Shu iloji boricha shu domchalar tayyor qilib bersa zo'r bo'lardi, oka. Odamlarga qo'yib bersangiz, o'zi voy planlar qilib tashaveradi, u qiladi, bu qiladi, taqir-tuqir bo'ladi. Tayyor zo'r, oka. Misol uchun aytdingiz-ku, men Turkiyada olgan uyim, ularda bilmayman, qonun qoidasi shunaqami, podключ berishga majbur ekan. Oka, vilka qo'shuvlargacha bor. Yangi birkalar bilan turadi. Ana katta mebel IKEA kompaniyasi bor-ku. Lustra ham, shkof ham, idish tovoqlar ham, tarinkalar ham IKEAniki. Ular shartnoma qilar ekan, IKEAdan olar ekan arzon narxga. Butun podyezdga oladi. Ha. Unga arzon ham tushadi. Da, o'tiramanda, uyda o'tiramanda, aboyi mamnaqasi ishlatsa bo'lar ekan, mebelni mamnaqasi ishlatsa bo'lar ekan, mana mebel o'rniga mamnaqa mebel qilsam bo'lar ekan. Deysizda, bo'ladi deysiz, yashab ketaverasiz, o'ylamaysiz. Ya'ni odam hamma butun bir vujudini shunga qaratib yuborish ham noto'g'ri demoqchiman-da. Yashash kerak-ku. Yashaylik deyman-da men. Amir shu Turkiyada siz maza qildingiz, kirdingiz, yashadingiz. Endi hozirgi mana bu Toshkentdan olgan uylaringizni hali bitmagan. qanchadir asabbuzar bilan, ustalar bilan ishlash o'zi emas, bilasiz. Voy, asabbuzar, to'ppa-to'g'ri. Bitta uchastkani qanchada qurdingiz? 2 yil. 2 yil qurdingiz. Noldan boshlasa 2 yil, rovno 2 yil. Qachon to'kilib ketgandir? Choch ektir bordim, aka. Boshqa choch ektir bordi yaqinda mana. Ko'rib turganinglarda ko'pga yo'q. Ko'pchilikda bizda ham shunaqa narsada. Endi bizda ko'pchilikda hozir korobka bozor ko'taryapti, korobka qilib yotibdi, lekin bularni hali asabbuzarligi bor-da. Ular Ko'tarmayapti-da, aka. Xalqga remont qilib berib sotish ko'tarmayapti quruvchilarga. Ko'tarmayaptimikan yo taklif yo'qmikan? Taklif bor, kamda, qimmat bo'lib ketyapti. Chunki bizda ko'pchilik uy oluvchilar naqdga uy olmayapti-da. Menimcha 95% odamlar nasiyaga bo'lib berishga olyapti. Nasiyaga bo'lib berishga olgandan keyin remontni nima qiladi u? Uni miyasida nima? Korobka holati o'zi shundoq ham qimmat ekan. Hozir bo'lib berishga olsam bir 5 yilda, 10 yilda qutulaman-da. Keyin bu yog'i bir gap bo'lar deyapti. Keyin remont qilib olaman, o'sha paytda pulim bo'ladi. Xudo xolasa remontini ham sekin-sekin qilaman deyapti. Remontini ham sirazi qilmoqchi emas-da. Remontini ham sekin-sekin qilmoqchi. Shu boya aytgandek taqir-tuqir qiladi. Lekin yaxshi emas, bu to'g'ri aytdingiz, zo'r narsa aytdingiz lekin. Chunki tinchlik buziladi-da. Biz ham masalan Toshkent chetida ishlaymiz, masalan ba'zilarida shamolda ishlay olmaymiz. Sal qattiqroq nimadir stanok ishlata olmaymiz. 6dan keyin ishlay olmaysiz. 6dan keyin ishlay olmaymiz. Juda diskomfort. Milisa keladi, reski 0.2 qilishadi. Chiqishlar ovora bu bilan. Kamida 10 ta chiqishlar o'sha yerda yuradi. Mana Toshkent chetida o'zida ham ancha-muncha hop deysiz. Hop deysiz. O'tsiz, ani qo'shni telefon qo'yadi, ariza tushadi, uni yopish kerak, mana shunaqa valakida. Endi menimcha Turkiyalar ham bekorga kelmaganda shu etapga. Ha, biz ham shu etapga kelamiz, aka. Menimcha shu etapga kelsak kerak biz ham. To'g'ri aytasiz lekin. Chunki tayyor mebel olgan bilan zakaz qildirgan ancha qimmat tushadi-da. Shunaqa. Masalan, deylik, siz mashinada har bitta joyini zakaz bilan qildirsangiz, masalan, Rolls-Royce'ga qimmat tushib ketadi. Shunaqa. Lekin BYD olsangiz, masalan, deylik, Xitoy mashinalarini olsangiz, to'ppa-to'g'ri konverga o'sha. O'sha boya aytayotgan uyimda misol uchun shkofi, bir nechta xonadon imенно shu dizaynda-ku. Misol uchun 100 ta xuddi shunaqa xonadon bor. 100 ta IKEAdan zakaz oladi-da, konverda chiqadi. Juda arzon bo'ladi. Bizda ham shunaqa bo'ldi yaqinda. Ana Discovery Nest degan kompaniya qurgan, 2000 ta kvartira qilgan, 400 tasini bitirishdi. Xuddi shunaqa holat bo'ldi. Biz 15 kun ichida 3 ta mebelchi
Butun 360 ta kvartirani 15 kun ichida bitirib chiqib ketdik. Voy malades. Taqilib tashlabsizlar-da. Taqilab tashladikda. 360 ta, keyin bir xonalikdan 40 ta, o'sha 400 ta. Voy 400 ta kvartirani aytmoqchiman. Bu agar o'shalarni o'ziga berganda nima deb o'ylaysiz? Qanchada bitirardi? O'sha 400 ta kvartira. O'ziga bergan aka 3 yil 4 yilga cho'zilib ketardi. Chunki hammada ham pul hozir bormasdi. Lekin aka 3 barobar uy arzonga tushdi. Yo'q. Chunki bizga kelyapti. Siz misol bitta dona kuxna desangiz, bitta dona kuxnani bersangiz, men aytamanki, aka deyman, 1000 so'mga qilib beraman deyman. Misol. Lekin siz menga aytasiz 400 ta kuxna deyapsiz. Bir xil standart formatda desangiz, men sizga uni misol uchun aka 400 dollarga qilib beraman, 1000 so'm emas deyman. 2 barobar arzon. 2 barobar arzon. Tez bitadi. Chunki men ham har bittasiga bittadan o'lchov olib o'qib, bitta standartni shablonda konvert qilib tashlagan, siz aytganingizdek 2 formatda qilib tashlagan. Bu odamlarga ham ancha arzon tushadi, lekin buni hali odamlar hali tushunib yetmayapti. Bozor shakllanmayapti. Mebellari bilan oladigan, remontlari bilan oladigan bo'lsa, o'rgani ma'qul. Dizayniga qarab olmasin. Endi odamga nima kerak? Odam bo'yi o'zgarmagan. Mebel nimadan kelib chiqadi? Odam bo'yidan kelib chiqadi. Bo'yidan kelib chiqadi. 170 odamga 76 standartda stul kerak, barni stol 90 standartda kerak, kuxnya 86 standartda kerak. Hammasi standarti bor. Lekin endi uni ohanjamasi bu endi bizani nima deydi ani? Biz juda ko'p yopib turganmiz-da, misol uchun faqat bir xil stenk olganmiz, bir xil spanli olganmiz, bittada ochilib ketganimizdan keyin nima deydi? Ehtiyojlar ham ochilib ketdi-da. Shunaqa. Odam unaqa bo'lishi kerak, bunaqa bo'lishi kerak deydi. Baribir mana hozir ko'p uy bilan sizning uyingizda ham hozir minimalizmga borib taqalyapsiz. U mana shu minimalizmda naqshdan chiqib ketdi. Naqsh qilmaslik tarafdoriman va iloji boricha aksessuarlarni ko'paytiringlar. Men devorlarni oddiy qilganman-da. Chekkadan ko'rgan odam, "Voy, remont qilmadingmi, ganch qilmadingmi, aboy qilmadingmi?" deyishganda men aytdim, "Aka, hali xudo xolos uy bitadi, keyin ko'rasiz" dedim. Misol uchun hozir soat taqqanman. Kavataloqi kartinkasi bor, gullar, iskustvenniy gullar, devorlarga har xil naqshli aksessuarlar, lyustralar qo'shsangiz uy ochiladi. Shunaqa. Naborat u yengilroq, osonroq. Shuni olib borib taqqas bo'ldi. Bu odamchi mana uyga odam bir marta keladi. Masalan, bir kunda bir marta kelib dam oladi, uxlash keladi-da, o'zi dam olishga keladi, mehmonxonaga keladi. Bizni ko'p общественный joylar, masalan, oddiy misolda, naqshli uyda odam charchaydi, energiyasini olib qo'yadi-da, ya'ni odam ko'zini. Masalan, mana shu freza ham mayda freza qilganingiz, bir xil aytadi, teksturali shpondan qilib ber deydi. Men aytamanki, yo'q, unaqa qilmaylik. Nimaga? Siz bu yoqqa dam olishga kelasiz, mana mayda teksturadan qilaylik, chunki odam fokusi devorga tushmaydi-da. U dam oladi u yerda. Ishxonalarga ham biz mayda teksturali narsa, даже daraxt teksturasi ham odamga e'tiborni oladi-da. Dam oladigan narsa bo'lishi kerak-da. Hattoki chiroq dam oladigan bo'lishi kerak aka. Soft lightlar chiqqan, yorug' bo'lib ketsa ham dam olmaysiz. Uni ham keraklarni qilib. Endi odamlar sekin-sekin ehtiyoj qilyapti. Oldin misol uchun bizda ham mashina sotib qolsa ham jentraga ham rozi bo'lgan odamlar. Tuning qilib yurganmiz. Keyin endi bu yoqqa taklif paydo bo'ldi. Mana qilib beraman, shu pulga mana qilib beraman degan narsalar paydo bo'ldi. Bozor shakllanadi. Endi sekin-sekin shunaqa bo'ladi. Menimcha shakllansa kerak. O'rganadi. Aka, sekin-sekin baribir boramiz shunga. Baribir odamga nima kerak? Qulaylik kerak. Birinchi o'rinda qulaylik. Birinchi o'rinda qulaylik kerak. Ikkinchi o'rinda dizayn. Misol uchun, anaqalarga borsang, Yevropalarda ham katta dizaynlarlar birinchi qulaylikni o'ylaydi, keyin uni chiroyini o'ylaydi. Ko'pchilik mana shu aytayotgan mebellarga, chiroyiga e'tibor beradi. Lekin mehki mebel, matras, yotadigan matrasga kelganda unaqa katta. Aka, umrimizning 3dan 1 qismi matrasda yotadi. Matrasga ketadi. Ya'ni uxlaymiz-da. Ana o'sha matrasga iloji boricha mehr berish kerak. Men aytaman-da, bir xil mijozlar aytadi, "Men bunaqa karavot qilib ber" deydi-da. Endi misol uchun puli byudjeti kamroq bo'ladi. Qilib ber desa, men aytamanki, "Aka" deyman. Birinchi o'chirtda ota-bobomiz qilgan she'rning siz $1000 karavot olib, $100 matras olmang deyman. Undan ko'ra $1000 matras oling-da deyman. Yerga qo'yib qo'ying-da, yoting deyman. Yerga qo'yib yoting deyman. Keyin pulingiz bo'lganida yana $500 yana yaxshi karavot olib olasiz. Maza qilib qo'ysangiz, ertaga boramizda biz ishxonada maza qilib ishlaymiz-da. Chunki yerda yotsa, aytavr, ota-bobolarimiz yerda yotishgan-ku, endi ilm rivojlanyapti, unaqa ilm bo'lmaganda, komfort ilmi bo'lmagan. Shunaqa ko'pchilik chiroyini afzal ko'rib qoladi, qulaylikdan ko'ra to'ppa. Lekin bu menimcha sekin-sekin mana hozir biz nima qilyapmiz? Bu narsani shaklanadi. Odamlar chetga chiqyapti, sayohatga chiqyapsiz, hamma davlatlarga chiqib qo'yapsiz. U yerda ko'ryapti-da,
nimaga degan savol bilan kelyapti-da u yerda. Ko'p sayohat chiqadi. Nimaga unaqa? Menga aytadigan, ani 5 yulduzli gostinitsadagi mebel qilib ber, menga mana bunaqa mexanizm qilib ber. Mana bu yerda ko'rib keldim, mana bu gostinitsada ko'rib keldim, mana bu joyda yotdim, ko'rdim. Restoranda ko'rdim, apartamentda ko'rdim deb turib, ko'rib sekin-sekin informatsiya shakllanyaptimi deb o'ylaymiz. Shu safar qilinganni sababi shundan-da, yoki ko'proq safar qilish kerak ekanda, aka. Brauf Mebel. Ishonchli hamkor. Safarlarga chiqyapsiz, ko'p chiqyapsiz. Nima uchun borasiz? Daromad olish uchunmi yo dam olish uchunmi? Yo'q, daromad olmayman. Men naborat pul sarflayman-ku. Safarga. Ha. Aka informatsiya olib kelish uchun boraman. Meni nafsimga yoqadi. Kimgadir nimadir yoqadi-yu, kimdir qimmatbaho mashina minsa mazza qiladi. Kimdir uyini remont qilib mazza qiladi bir xillab. Men safar qilib mazza qilaman. Safar qilganimda iymon qo'shiladi, aka. Iymonim o'sadi. Ozgina ilm qo'shiladi. Dunyoviy ilm ham oshadi, aka. Lekin siz hozir daromad qilib kelyapsiz-ku. Masalan, bor reklama qilib kelasiz, futbol daromadni bu yerda ham qilaveraman-da. Eng qizig'i u daromadni Toshkentda ham qilaveraman. Prosta Toshkentdagi qiladigan ishimni u yoqqa ko'chirib turaman. Ma'lum muddat. Menimcha unaqa qilmasangiz. Mana misol uchun 1 yil davomida men bitta kompaniya bilan shartnoma qildim. Har oy uni reklama qilib borishim kerak. Men lekin o'sha oyda safardaman. O'sha kompaniyani futbolkasini kiyib reklama qilib yuraman u yoqda, aka. Lekin safarni men qilishim kerak-ku. Nechta sayohatga chiqdingiz? Nechta davlatni ko'rdingiz? Kartamga qaraganimda, kartam bor-da, o'zi maxsus kartamda urib ketaman-da, 51 ta ko'rsatyapti. 51 davlat. Shaharlar 150 dan oshiq shaharlar. Sizga eng yoqqani qaysi bo'ldi? Afrika. Afrika, Braziliya, Peru yoqqan menga. Shvetsariyani, sevaman Shvetsariyani, yaxshi ko'raman. Nimasi yoqdi sizga? Menga tabiatli joy yoqar ekanda, aka, ko'proq. Biz tabiatga intilar ekanmiz. Cho'pon dedingiz, boya qo'y dedingiz. Tog', sharshara, daraxtlar men yoqadi menga, sevaman. Menda ham shunaqa-da. Shvetsariyaga borsam maza qilaman yoki Baliga, bir tog'lariga borsam maza qilaman-da. Anaqada. Bu yosh o'tgandan keyin bo'larmikan? Yoshlik paytimiz Dubay yoqardi. Insonni qo'li bilan yaralgan shaharlar yoqardi-da, bizga yosh o'tgan sarin bu tabiatga intilarmikan odam? Agar tabiatni yaxshi ko'radigan inson bo'lsangiz, tegida o'lgunicha tabiatni yaxshi ko'radigan inson bo'lasiz. Ba'zi bir insonlar bor, uydan chiqishga kelmaydi. Bor shunaqa insonlar bor, pensiya yoshiga yetgan, uydan chiqara olmaysiz o'sha otaxonlarni. Qo'y deydi, tajriba. Shaharga ham chiqmaydi. Uydan chiqmaydi, shu 4 ta 5 ta qo'y bor. Unga qarab yuraman, kerak emas, menga temalaring deydiganlar bor. Ularni majburlamaysiz, prosta ular shuni xohlaydi. U yomon narsa emas demoqchiman. Shunaqa tug'ilgan u inson. U shunaqa tug'ilganmi yo shunaqa katta qilishganmi odamni? Tug'ilgan. Lekin mana kechaginda iftorlik qildik, biz turk hamkorimiz bilan qildikda, mashhur quruvchi. Iftorlik qilamiz, aytayotdiki, salla deyapti, boshqacha deyapti, madaniyatlaring deyapti. Salla, mana bizda deyapti, pul topgandan keyin tadbirkor bo'ladimi, kimdir pul topsa, birinchi qiladigan ishi uyini alishtiradi, boshqa yaxshiroq rayonga ko'chadi yoki shaharroq, sentrroqga ko'chadi yoki kattaroq villaga o'tadi. Uyga o'tadi. Salla deyapti, o'sha uyini ko'chmaysanlar deyapti. O'sha uyini anaqa qilasanlar deyapti. Sayohat qilasiz. Yo'q, upgrade. O'sha mahallangni uchastka qurasanlar deyapti. Bizaniki birinchi o'sha mahalladan chiqib ketadi deyapti. Shunaqa ekanmi? Turklarda shunaqa ekan. Birinchi pul topgandan keyin boshqa joyga elitniy mahallaga o'tar ekan. Biz o'zimiz yashab turgan joyimizda elitniy qilgimiz keladi. Bitta milliarder odam aytayapti-da. Men o'sha uyga borib, o shaharning chekkarog'ida deyapti, 1 gektarga villa qurib qo'ygan deyapti. Uni Mirobodga qurmaydimi deyapti. Sentrdan Oybek tarafga sharoit yetadi deyapti. Milliarder odam deyapti O'zbekistonda. Men u yoqqa boraman deyapti. Borish uchun 3 soat 2 soat vaqtim ketadi. Endi grup aytayapti, endi 1 soat vaqt ketadi. Shaharning chekkarog'iga boraman, unaqa qilib. Men aytdim-da, sen tushunmaysanmi bu narsani dedim. Bu bizda qo'ni-qo'shni, qarindosh urug', qabilachilik, biz o'tiroq xalqimiz deb tushuntirdim-da. Biz o'tiroq xalqimiz. Ko'chmanchi emasmiz. Ko'chmanchi emasmiz. Sal ko'chmanchisanlar. Sal u yoqqa o'tasanlar, bu yoqqa o'tasanlar. Bizani bu ota bobomiz genetikamiz, menimcha DNKmizga yozilgan, menimcha o'tiroq xalqlik. To'g'ri. Qayerga borsak ham bir haftadan keyin yurt sog'inamiz-da.
qaytib kelaveramiz. Biz ana safar ko'p yura olmaymiz-da. Shunaqa. Ba'zi birlar bor, shunaqa toifa insonlar bor. Puli ko'p insonlarni aytmayman. Hamma emas. Amerikaga ketar ekanda, Amerikada 10 kuncha yashar ekanda, oilasi bilan keyin ketdi Shvetsariyaga der ekan, Shvetsariyaga o'tar ekan. Toshkentga bilet olish yo'q. Ketdi Avstraliyaga der ekan. Yashab yurar ekan. Qaytish yo'q vatanga. Manda boshqacha. Qatga borsam 10 kundan buyog'iga уже mazam qochadi. To'g'ri, safarni yaxshi ko'raman, lekin qaytib kelishni ham o'ylayman-da. Shunaqa deyapti-da, turklarda madaniyati boshqacha, Ularniki boshqa. genetikasi boshqacha. Bizda endi o'tiroq xalqimiz, shuning uchun salla deydi. Mana aytolman, mana hali ham ota-qo'limni boshqatdan quryapman. Yoki misol uchun o'sha yerda yashayman baribir. Buzib qo'ramiz. O'sha yerda ya'ni nima deydi? Tobutimizni ko'taramiz deymiz. Mana hozir yashayotgan mana yangi uyimiz ham ota hovlining ro'parasidagi hovlida. Sentrdan olsam bo'lmaydimi mana? 1 soat keldim-da masjidga. Baribir lekin siz uchun bu mazada. Qadrli-da, biz Qadrli, yoshligingizda chiqasiz, mahallaga chiqasiz, yoshligingizni eslaysiz. Qo'shnilar o'shalar shunaqa. Misol uchun, u qo'shningizga hech narsani isbotlashingiz shart emas. Boshingizga bir urib katta qilgan bor. Balkim qo'shnilarni yaxshi ko'rardirman, bilmayman, nimadir bor-da. Qarindosh urug'lar yaqin. Bizda ham shunaqada, biz baribir tortaveradi. Eski hovlingizdan qurdingizmi? Endi quramiz, endi quramiz, lekin baribir hozir o'ziga yaqin bo'lgan joyda. Anaqa ishxonaga yaqin bo'lgan joyda turamiz, lekin shanba oddiq обязательно baribir ota hovliga boramiz. Oka, bizda ham shunga qarab kelyapti. Pul topgan odam sentrga talpinyapti baribir. Baribir xohlasak, xohlamasak o'z chet el tajribasi bizga keladi. Ishoning, kelyapti ham. Keladi, o'zgaradi ham. O'zgaradi. Madaniyat o'zgaradi. Oka, mana shu oxirgi 10-20 yilda o'zbek mentaliteti ancha o'zgardi o'zi shundoq. Ko'p narsalar o'zgardi. O'sha odamlar tashqaridan ko'ryapti-da, oldin ko'rmaganda, tashqariga chiqmagan, ko'rmagan, solishtirish degan narsa bo'lmagan. Oka, oldinlari domda tursak ham qo'shnilarni tanirdik. Hozir domdagi qo'shnilarni tanimaydi odamlar. Nimaga sabab nima deb o'ylaysiz? Bilmayman, zichlashib ketgan ekanmi, g'alag'ovur bo'lgan ekanmi? Qo'ni qo'shniga ovqat bermaydigan bo'lib ketgan. Tan oling. Qo'ni qo'shni biz haligacha beramiz. Bayramlarda qo'shnilarga ovqat chiqaramiz. Osh tarqatamiz. Arafa kuni shahar sentrlarida misol uchun yo'q u narsa, aka. Realni yo'q. Qo'rqmasdan aytaman, yo'q u narsa. Bu nimadan kelib chiqqan? Bilmayman, qancha ko'p zichlashsa, markazlarda bo'lmaydi. Chekara joylarda bo'ladi o'sha narsa. Menimcha, misol uchun siz bu mahallangizda qilasiz. Lekin hozir siz ham Nesvantga borib tursangiz, bu ish qilmaysiz. Qilmaysiz. Mana ham nimaga qilmaysiz? Bu aytolman-ku, markazlashgan joyda shunaqa bo'ladi. Menimcha bu yaqinsiz-da bo'ladi. Siz xotiralaringiz ko'p-da bu qo'shnilar bilan. Yoshligingizda, misol uchun to'yga chiqqansiz, hashamga chiqqansiz, urushib talashib katta bo'lganmiz. Shunga bo'lsa kerak. Qo'l o'ynaganmiz. Baribir ular bilan qalban yaqinsiz-da, lekin borib turib yoningizda men ham misol uchun domda turaman. Ishxonamga yaqin joyda domda turaman. Yon qo'shnimni tanimayman. Qani tanimas ekansiz. Yon qo'shnimni tanimayman, lekin 2 yildan beri turaman. Ili tez almashgani uchunmikan? Chunki bilasizku, kvartirada ham ko'p yurish turmaydi, tez almashtiradi. O'sha aytganingizdek kvartirentda bo'lib qoldi-ku, oldin nima bo'lardi? Mahallaga chiqardik, shashlik pishirgani, ja bo'lmasa. Xotirjamlik bo'lardi, halovat bo'lardi yoki choyxona bo'lardi yoki yani bir-biriga misol aytganingizdek ko'chada o'ynashlar bo'lardi-da. Endi bu yerda bilmayman. Menimcha yon qo'shnim, tepadagi qo'shnimni taniyman faqat. Okey, mana sizga sababini aytaman. Qo'pol qilib keling, tan olaylik. Nimaga o'zimizni yaxshi inson qilib ko'rsatishimiz kerak? Pulni ketidan qo'yamiz-ku, vaqtimiz yo'q. Mana hozir aytdingiz, mana bizda 2 bo'lyapti, obed. Siz ertalab 6 gacha uxlamadim. Ma'lum sabablarni aytdingiz. Kamera ortida hozir gaplashdik-ku. Uyqusi kelyapti, bilyapman. Lekin mana hozir ham chiqib, qatqadir ishingizni bitirasiz, ertaga safaringiz bor, to'g'rimi? Shunaqa. Okey. Qanaqa qilib qo'shingiz tanisin sizni? O'zingiz uyingizda ham dajikan bo'lyapsiz. Biz nima qilamiz hozir? Majburiyat, mana bu narsaga majburiyatlar, kattaroq majburiyat olganmiz-da. Menimcha orzu-havas kuchayib ketdi-da. Orzu-havas kuchayib ketmadi, aka. Ko'pchilik aytadi, mana bunaqa deydi, bo'ldi, hamma ishni qilib bo'lding. Endi mazza qilib yashasang bo'lmaydimi? Bolalaringga e'tibor bersang bo'lmaydimi deyshadi-da. Aka, biznesda bitta oltin qoida bor. Yo o'lasiz, yo qolasiz. Yo tepaga qarab ketasiz, yo pastga cho'kasiz. Siz cho'kmaslik uchun ham biznesga yana ham ko'proq mehr berishingiz kerak-da. Yo hozir bolalarga e'tibor berasiz, lekin biznesni e'tiborsiz qoldirsangiz past ketasiz. Avvalambor Allohdan hammasi, prosta ishni to'ppa-to'g'ri yo'lga qo'ymasdan turib bolalarimga ham ozgina vaqt ajratib deya olmaysizda, tushunasizmi? Oldin bu yo'lni cho'tki qilib qo'yasiz, keyin bolalarga e'tibor berasiz. Lekin ungacha ishlash kerak, aka. Shunisi ham bor. Shunaqa. Misol uchun siz sayohatga ketasiz, mana hozir biznesda aytyapsiz, sayohatga ketasiz.
Ayvash biznesingiz bor, brendingiz. Qanaqa yashaydi bu? Suvda tushadimi sayohatga ketganingizda? Yo ko'tariladimi? Yo'q, savdo tushmaydi. O'zini sezoni bor tushadigan. Ya'ni qish paytlarida odamlar mashinasini polirovka qilmaydi yoki plyonka qilmaydi. Bahorga chiqadi deydi. Bizda sezon bahorda. Mana hozir bahor oyi kelyapti, mashinalar ko'payib qoladi. Keyin yozda bitta kamayadi. Issiq paytlarda odamlar mashinasini olib kelmaydi. Kuzda yana boshlanadi. Bizning ishimiz sezonniy. Ora-orada baribir eslatib turaman. Reklamani kam qilaman ishxonamnikini, lekin ora-orada eslatma qilish uchun qo'yib turaman. Kim boshqaradi siz o'rningizga? Adam. Hozir adam boshqaradigan bo'lganlar, adam pensiyadalar. Pensiyada uyda o'tirib qoldilar. Bolam zerikdim, nimadir ish qilishim kerak ekan. Menga emas ekan uyda o'tirish dedilar. Hada ishxonaga o'zi vaqtim bo'lmayapti. Ishxonamda ozgina o'g'irlik ham ko'payib qoldi. Shularni bir anaqa qilsangiz zo'r bo'larsam, menda shu voyenniyda ishlaganman, dedilar. Shu bilan kameralar qo'yib oldilar o'zlariga. Telefonda kamerada ko'rib o'tiradilar, telefon qilib ushlarlar, o'zlari boradilar, hisob-kitob qiladilar. Men faqat borib reklama qilib berib tursam bo'ldi. Adam qiladilar hozir hamma ishni. Unaqa ko'p ham ish qilmaylar, chunki u yerda ham hamma narsa o'zining rahbarlari bor. Polirovka qaraydigan, himsiga qaraydigan, plyonka qaraydiganlari bor. Buxgalterlar bor, katta ishxona bo'lib qolgan. Franshiza berdingiz-ku. Buni qanaqa boshqaryapsiz? Franshizani boshqarmayman. Franshizaga juda ham mizerniy summaga berganman. 8 ta mo'ykamiz bor bugungi kunda. 3% dan 5% gacha kassadan pul to'laydi, foydadan emas. Kelgan puldan to'laydi. O'shanga do'g'ri qilgan, u pul shunaqangi kichkina summaki, berishga og'rinmasin. Meni aldamasin. Agar misol uchun davay 50 yoki 30 ga 70 qilganimda o'ta o'g'irlik bo'lardi. Shuning uchun mizerniy summa qilib qo'yganman, zato aldamaydi. Ishonchli bolalar, yaxshi bolalar. Mana misol uchun men sayohatga chiqasiz-ku, faqat syomka qiladi. Men aytaman, menga yoqmaydi syomka qilish. Sayohatga chiqqandan keyin men o'zim ko'rish xohlayman-da. Bu emotsiyalarni o'ldirib qo'ymaydimi? Faqat kamerada yuraverish. O shunaqa deb o'ylashadi-da. Mana qarang. Men sayohatga chiqqanimda birinchi o'zim ko'rib olaman. Birinchi emotsiyani, masalan, Shvetsariyani qaysi tog'ga chiqdi, nomini bilmayman. Ko'li bor. Chiqdik, ko'ramiz. Vo deyapman-da. O'tirib, tomim ketib, mazza qilib kayfini olib olaman. Kayfini olib bo'lganimdan keyin, o'zimga kelib olganimdan keyin telefonni olib chiqaman. Birinchi siz kameraga olmaysiz, birinchi o'zingiz mazza qilib olasiz. Okey, ko'pchilik o'ynaydi. Salla mazza qilmaysanlar deydi. Nimaga mazza qilmaysiz? Borgandan keyin shuncha kilometr bosib o'tgandan keyin, mazzani olib olgandan keyin kamera olinadi. Hozir mana qayerga ketyapsiz? Amerikaga ketyapsiz. Hozir Amerikaga ketmoqchimiz. Mashinada Abdurahmon Pozil bilan. Endi bu plan, balkim bu video chiqqanda o'sha ketib bo'lgan bo'lardirman, balkim bora olmasdirman. Hozir prosta vizali savol-javoblar bor. Vizamiz chiqmasa balkim bora olmasdim. Shuning uchun va'da bermayman, bu plan. Qanaqa mashinalarda ketmoqsizlar? Borsa bo'lar ekanmi? Yevropa orqali Yevropaga mashinani kemaga sovoramiz. Yevropagacha mashinada boramiz. Yo'q, kemada. Kem yo'q, kruizda. Zo'r. Nyu-Yorkgacha. Shunda ham Yevropani Schengen kerak bo'ladi sizlarga, ham Amerika kerak bo'ladi. Da. Agar misol uchun Schengen bersa-yu, Amerika bermasa ham bora olmay qolish. Amerikaniki bor. Hozir Schengenga ulguramizmi yo'qmi? Necha kun plan qildinglar? Necha kunda borsa bo'lar ekan? 1 oy. 1 oyda? 1 oyda boramiz, xudo xolasa. Mana hozir mana ketyapsiz, mashina Jahongashta bo'lib ketdingiz sizdan. Yuribsiz, qiynalmaysizmi mashinada? Yoqadi. Yoqadimi? Yoqadi. Uzoq yo'llarga menga yoqadi. Mashina yaxshi-ku. Yaxshi mashina bo'lsa, odam ezib oladigan mashina bo'lmasa, yo'lda yurib, suhbatlashib ketib, dardlashib, yaxshi hamroh bo'lsa, hamrohingiz zo'r bo'lsa, yo'lda to'xtab, ularning ovqatlarini yesangiz, mazza yo'q, menga yoqadi masalan. Ko'pchilik yoqmas ekan bunaqa. Ko'pchilik aktivniy oddix yoqmaydi, sayohat yoqmaydi. Ko'pchilik safarga borsam, oteldan chiqmasam, 11 gacha uxlasam, keyin ovqatini yesam, mana shu yotsa faqat. Bu ham tanada, kimdir aktivniy bo'ladi, kimdir komfort yoqadi, kimdirga stabilniy yoqadi. Shunaqa, men aytaman, unaqalarga aytaman. Unaqa dam bo'ladigan bo'lsa, Toshkentda Hiltonga kelib dam olinglar deyman. Arzon ochishadi. Zato zo'r otelda yotgan bo'ladi. Chunki baribir uxlagandan keyin telefonni o'chirib qo'yasiz bo'ldi, bitta anaqasi shu. Bu ham odamning fitratiga, qadriyatiga xos narsa ekanda bu ham. Da, shunaqa. Safar qilishimiz o'zi fitratimizda bor. Biz baribir jannatni orzu qilamiz-ku. Jannatda ham chiroyli joylarga borib yuramiz-da, ko'ramiz-da. O'sha narsa bor-da fitratimizda. Baribir yengillik ko'rgimiz kelaveradi. Ko'zni quvontirgimiz keladi. Ana kuni bitta akamiz bor edilar, ustoz. Shunday aytayotdilar-da. Ishda bilasizmi, ishlamaslik uchun bir xilda
komfortga tushib qolamiz. Yoki misol uchun bitta narsani bugungi she'rga qoldirib qo'yishimiz mumkin ba'zi holatlarda, masalan, настроение bo'lmay qolsa, o'qisa. Aytdim-da, shunaqa bo'ladi. Keyin bolalarni ham tezroq ishla, nima deydi? Ularni KPI'lar qo'yasiz, o'qilasiz, ularni ishlatishga harakat qilasiz. Ular aytibdilar-da, buni o'zgartira olmaysan, deyaptilar. O'zgartira olmaysan. Motivatsiyani kimlarga missiya qilish kerak, qadriyat qilishimiz kerak, o'qishimiz. Baribir bu dangasalikni qola olmaysan, deyapti. Yo'q, dangasalik yechimi yo'q, deyaptilar. Nimaga desam, bu bizga ota meros, deyaptilar. Chunki biz jannatdan tushganmiz, deyaptilar. Jannatda biz ishlamaganmiz, deyaptilar. Otamiz ishlamaganlar, keyin bu yoqqa yerga tushgandan keyin ishlash boshlaganlar. O'shaning uchun baribir bizning genetikamizda jannat qo'yib, o'shaning uchun dangasamiz biz degan gapni gapirdilar-da. Okay, shunaqa deysiz-ku, lekin katta biznesmenlarning ko'pchiligi dangasalikdan chiqadi, bilasizmi? Dangasatsam ishonasizmi? Biznesmenlar dangasatsam ishonasizmi? Ha, bo'laman, ishonaman. Nimaga? Dangasaligi uchun oson pul topish yo'lini o'ylaydi. Shunaqa. Mehnat bilan pul topmayman, men dangasaman-ku deydi. Nima qilsam o'tirib topaman? Nima qilsam sal harakat qilib pul topaman deb miya ishlayveradi, o'shanga qarab ketaveradi. Mehnatkash bo'lsa biznesmen bo'la olmaydi. Yo'q, mehnatga. Men faqat mehnatim bilan boy bo'ladigan bo'lsa, mehnat bilan boy bo'lmaydi. Ishlab boy bo'lmaydi. Ishlatib boy bo'lasiz. Boshqa yo'li yo'q. Bo'lishib boy bo'lasiz. Bo'lishib boy bo'lasiz-da. Kimlarlarda biz o'zimizda ham shunaqa bo'ladi-yu. Ba'zi holatlarda bo'lishimiz kelmay qoladi-yu. Katta ustozlardan o'rganamizda, mana shu berib tashaverishadi-da. Ilmni ham beradi. Ilmni ham berishadi. Biz aytadi-yu, ustoz aytadilar-da, katta biznes bilan kichkina biznes nima farqi bor desa, kichkina biznesmen hamma narsani o'zim qilaman deydi. Katta biznesmen bu birgalikda qilaman, jamoa qiladi. Mendan yaxshiroq kim qiladi deyish ustida o'ylaydi-da. Okay, shariatimizda musulmonmiz-ku. Alloh taolo bersang 10 baravardan 700 baravarcha beraman deb va'da bergan. U berdi degani faqat pul emas-da. Shunaqa. Ilm ham bergan hisoblanadi. Siz kimgadir nimadir o'rgatsangiz, Alloh taolo sizga yana boshqa ilmni beradi, hech kim bilmagan ilmlardan. Shunaqa. Berish kerak. Biz ham ustozlardan o'rganamiz, kelib hamma komandani chaqirib beramiz-da. Deyman, aytaman, anaqa ilm yuqmaydi bo'lmasam bermasak. Bo'shatish kerak yana bazani deb. Bazani bo'shatsangiz, bu yoqda yangi baza keladi. Shunaqa. Haqiqatdan bu narsani nima ishlaydi? Zo'r ishlar ekan-da bu narsa. Kimdir sizga g'oyibidan kelib ilm berib ketadi-da. Kerak emas degan narsa. Kim o'ylaysiz, men bu sohani egallab bo'ldim, ilmini bilib bo'ldim desa, yo'q, hali ko'p bilmaydigan ilmlarimiz. Shunaqa. Polni oldin mashinalarga obzor qilardingiz, biz shundan sizni taniymiz-da. Bundoq qilsak, mashina xayolimizga keladi, Otabekni eslasak. Mana Xitoy mashinalari ham kiryapti, nemis mashinalari ham kiryapti. Ko'pchilikda konfliktlar bor. Lekin hammaning o'zining pozitsiyasi bor. Xuddi Messichi, Ronaldochi degandagi Xitoy mashinaniki nemis mashinasiniki degan anaqalar bo'ladi, konfliktlar bo'ladi. Shunga nima qilasiz? Xitoy bozori olib qo'yadimi, yo'qmi? Kelajakda. Okay, bir paytlar Koreya mashina ishlab chiqargan paytda, Koreya nima ham bo'lardi deyishardi. Yaponiya ham mashina ishlab chiqarganda shunaqa deyishardi amerikanlar. O'zi mashina ishlab chiqarish bo'yicha Germaniya bilan Amerika top bo'lardi dunyoda. Okay, mana Koreyani hozir Xitoyga qaraganda qaraysizmi? Mana hozir Genesis olishni orzu qilaman, Genesis yoqadi menga deyapsiz. Genesis bemalol konkurent qila oladi-ku bugungi kunda Mercedes BMW bilan. Anaqa luxury segmentini aytayapman. To'g'rimi? Xitoy bu natijaga tezroq yetib kelyapti-da. Koreyaga bir 20 yil, 30 yil sarflangan bo'lsa, Xitoyga arzimagan 4-5 yilda gigant bo'lib ketdi. BYDni vashi gapirmasa bo'ladi. Qanaqa katta korporatsiya bo'lib ketdi-da. Bular hamma segmentda o'zini sinab ko'ryapti. Mana off-road yo'nalishida ham sinayapti, luxury segmentda ham sinayapti, ekonom segmentda ham bu ketishda menimcha egallaydi. Sifati nima deysiz? Mana siz ichib chochib, uni bizib ko'rasiz-da, endi mana sohingiz shu. Ichidan bilaman, nima? Ichidan bilamiz qanaqa ma'noda? Ishxonamizga kelgan liboy mashinani sochib qaytadan yig'amiz. Shu Xitoy mashinalari birinchi Nio degan mashina kirgan. Bizning anaqa ham salonimizda. Sochib yig'ganimizda men og'zim ochilganda, o'shanda aytganman, Xitoy tez kunda Yevropa bozorlarini sindirar ekanda degan xayol kelganman. Chunki ichida dunyoga mashhur bo'lgan sistema bo'sh. Oporniklari, kolodka sistemalari Brembo. Hammasi italyanskiy, nemisskiy bo'lyapti-da. Qarasam, ular qayerdan oladi? Nemisdan oladimi desam, yo'q, nemislar Xitoyda ishlab chiqarar ekan. O'sha xitoyliklar o'shalardan olib o'ziga qo'yar ekan.
Ha. Ya'ni ichiga ishlatilgan mahsulotlar hammasi sifatli. Biz o'ylardik usti yaltiroq, ichi qaltiroq. Yo'q, ichini choch, ko'r, ichini ko'r, ichida ham sifatli narsalar ishlatilgan. Siz mana 2 yil oldin ham Mercedes BMW odam edingiz-da siz ham. Mana hozir endi Xitoy mashina haydayapsiz. Ha, mana kecha ham bitta joyga bordik, ana qozoqlar bilan yig'ilib qoldik-da. Va ular orasida eng anaqasiman, nima deydi? Pechka deymiz-da, pechka deymiz-da. Mercedes BMW katta X7, GLS, keyin men o'tda ikkita anaqa ko'rdim. Tahoe bor edi, keyin Escalade bor edi, Cadillac Escalade. Meniki Xitoy mashina. Bitta meniki ham lekin katta anaqa M9 da. Keyin mana misol uchun brendga uchadi odamlar. Hammasinikidan mashinam zo'r deb o'ylayman-da. Lekin obro' bo'yicha haqiqatan stoyankada boshqacha turadi, tan olaman. Vo deyiladi. Oka, Mercedes BMW minganman. Sifatini oldi. Obro'sini olmadi hali. Obro'si Mercedes'chalik obro'li emas baribir. Odamlar Mercedes yaxshi ko'radi. Men yaxshi ko'raman Mercedes. Kimdir sovg'a qilsa minaman, lekin pulimga olmayman, qimmat. Qimmat men uchun qimmatmi? Men uchun qimmat emas. Себестоимости qimmat deb bilaman. Agar Mercedesdan o'sha Mercedesga alternativa bo'lmaganida Mercedes olardim. Oldilari bo'lmagan-ku. Hozir Xitoy qilib beryapti-da. Misol uchun 3 barobar arzon-da. $250,000 turadigan mashinani 80,000, 90,000 ga Xitoy qilib beryapti-da. X9 ni qarang, nimalar qilib tashadi. Narx bilan demping qilyapti-da. Ha, narx bilan demping qilyapti uni. Nimaga foydalanmas ekanman? Men misol uchun bitta narsa aytaman. O'sha Gentra minib yurganimizda aka, Malibu minish orzuyim bo'lganda, Malibu orzuligicha qolib ketganman-da. Malibu minmaganman. Shu minmadim. Mercedes oldim. Bu Mercedes oldim, lekin yaxshi sostenli Mercedes oldim. Ya'ni sportkar oldim. Bosadiganda. Raza ish chiqdi. Keyin BMW oldim. Uni safar yengisini oldim. U ham mazza qilib mindim. Prosta maza bir oy ekan. Bir oydan keyin esingizdan chiqadi Mercedesligi, BMWligida, uje komfort, yaxshi mashina, qulayligiga qarab qolar ekansiz-da. Xitoy o'sha qulaylikni beryapti. Eng ko'p nima Xitoy mashinalari muammo nimadan chiqyapti? Yo'q unaqa muammo. Muammo chiqmayapti. Yo'q, hozir prosta X9 da reduktor muammo bo'ldi. Ungacha mana BYD-larda nima muammo? Savol sizga. Yana videolar chiqyapti, diskasi sinib ketyapti, deyapti. Yo'q, u yamaga любой boshqa mashina tushsa ham diskasi sinadi. Og'irda mashina. Mashina og'ir bo'lgandan keyin zarba bilan tushganda Cobaltga qaraganda 2 barobar katta kuch bilan uradi, yamaga tushsa. Chunki batareykasi bor, batareya og'ir. Mana siz servislarga nima muammosi umuman chiqmayaptimi? Yo'q aka. Mana adam BYD minadi, plus so'ng 60,000 dan oshiq probek biron marta ustiga borilmadi. Bitta reduktor moy alishtirdi. Men BMW 50,000 yurgan edi. U ham elektromobilli Xitoyda, BMW bo'lsa. Unda ham ustiga borilmagan. Ustiga rostdan borilmaydi aka. Xitoy mashinalari 150-200,000 yurganlar bor shaharda, buzilmayapti aka. O'tgan yili Dushanbega borganimda bizdan ham ko'p edi, bizda unchalik emasdi. Dushanbe polniy 90% anaqa o'tib ketgan. Elektromobilga o'tib ketgan. O'sha Xitoy mashinalariga BYD, ya'ni Y2 bizda endi ko'payyapti. Ular massiv bo'lsa, taksilarda ko'payganda men hayron, chunki Xitoylar ham yuradi, bizga ham keladi bu. Keladi. Dedim, shu 2 yil oldin mana bu keldi mana. 100% keladi aka. Lekin mana Xitoy mashinalarini bitta eng ko'p tarqalayotgan muammosi bor-da, narxi tez tushib ketadi. Yo'q, narxi tez tushib ketadi deyapsiz-da. Narxi bilasizmi qachon tushdi? Birinchi Xitoy mashinalari qimmat bo'ldi-ku. Hammasi kirib keldi. Misol uchun men BYD Plus so'ngni 40,000 ga olganman-da. Keyin Xitoy o'zi demping qildi. Demping qilganda bittada tashlab yubordi-da, keyingi kirib kelgan mashinalar arzonga kirib keldi. Shunda avtomatik bu yoqdagi turgan mashina ham narxi tushadi-yu, zararga sotishga majbur bo'ladi. O'sha paytda narx tushdi. Hozir tushmayapti narx. Mana hozirdan danli moment deylik 24,000 ga bitta mashina oldingiz, 24,000 ga Xitoy mashinasini oldingiz, u mashinani 20,000 dan pastga sotmayapsiz. 5,000. Yo'q, 21,000 ga ketadi. 2-3 yil haydadi. Ha, o'sha joyga tushdi. O'sha joyga tushdi. Misol uchun hozir deylik, keling Han deylik, BYD Han minas necha pul 30,000 atrofida bo'lsin, deylik. Haydalganini bir 25,000 ga olasiz. Katta farq emas. Xuddi shunaqa Mercedes BMWlarni ham misol uchun 100,000 ga olasiz, yoki 70,000 ga sotasiz. Nimaga mana Toyota'lar narx tashamaydi? Tashiydi, nima tashamaydi? Tashamaydi. Tashiydi. Yo, hammasi tashiydi.
Oke, hammasi tashiydi. Oldin edi, men yana aytaman, 2 yil oldin Xitoy mashinalari risk tashab yuborgani hisobiga hamma ko'p tashab yuboradi deb o'yladi. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Yo'q. Mana hozir Lini misol qilib oladigan bo'lsangiz ham, yengil Li bilan BU-Lini orasida razilya katta emas. Misol uchun X5 necha pulga olasiz bugungi kunda? 130 ming turadigan X5. Ha, 130 ming. 100 mingga olinadi. BU-si nima? Yo'q, 85 ming, 80 mingga ham bor. Topsa bo'ladi. Nima, u katta farq yo'q-ku. Lekin BMW anaqasi baribir nima deydi, ya'ni energetikasi boshqacha ekan. Energetikasi, dizayni, obro'si men qo'limni ko'taraman, tan olaman, aka. Lekin ichidagi komforti bilan Xitoy bilan solishtirsangiz, Xitoy oldida choy ichadi BMW. Prostani obro'si bor-da, aristokratda. Obro'sini ola oladimi Xitoy qachondir? Nima deb o'ylaysiz? Vaqt kerak. Yillar davomida vaqt kerak. Men sizga bilasizmi, BMW bilan Xitoy mashinalarining farqini aytaman. Oddiy qilib tushuntiraman. Qirolicha oilasini qizi. Chiroyli emas, chiroyli qiz emas, lekin qirol oilasidan simpatичный, приятный qiz, istarasiz qiz-da. И kambag'al oiladan go'zal, chiroyli qiz, ham ish qiladigan qiz. Mehnatkash, ham ish qiladi, arzon. U anaqa unga erishish ham oson. De, qirol oilasidagi qizga erishish nereallik anaqa azobda, juda ham boy bo'lishingiz kerak. Nu u qizga uylansangiz, boy oiladagi yoki masalan qirol oilasidagi qizga uylansangiz, ertangi o'xshaydigan, o'xshamay turgan ishlaringizdan o'xshab ketadi. BMW shunaqa. Nima deydi, obro' beradi. Tushunyapsizmi? O'xshamagan ishlaringizdan o'xshab ketadi. Sizni boy deb o'ylaydi, siz bilan oldi berdi qiladi. Xitoy mashina sizga faqat komfort beradi, rohat, farog'at, yaxshi hayot beradi. O'xshatish agar to'g'ri kelgan bo'lsa shu. Shunaqa. Ana kuni ham biz bitta o'rtog'imiz bor edi. Nimaga Range Rover olding desa, u ko'p turklar bilan ishlaydi. Turkiyada Range Rover mafiyalar haydayar ekan-da, endi biz ko'rganmiz. Ha, shunaqa ekan. Turklarning oldiga boramiz. O'shaning uchun men shu Range Rover oldim deyapti-da endi ana. Konversiyasini kattalashtirish uchun olganda. U to'g'ri. Bir aka bilan gaplashdim. Men hozir aytolmayman. Doim safarga chiqib doim bekitadilar-da. Bildim kimliklarini. Bildingizmi? Pullari ko'p endi, katta biznes, setlar qilib tashlagan. O'zbekistonda hamma biladi u tadbirkorni, lekin ko'rinmaydi. Nimaga Mercedes BMW minmisiz? Xitoy mashina, Li 9 minarlarda, keyin Aito 9 minardilar, keyin Li 9 ga o'tib oldilar. Onalariga olib berdilar Aito 9 ni. Mercedes BMWlar olsangiz bo'lmaydimi? Range Rover olsangiz. Sharoitingiz bor-ku. Sharoitingiz bor-ku, siz uchun hech narsa emas u, status beradi-ku desam. Aka nima dedilar, bilasizmi? Nima dedilar? Menga status kerak emas dedilar. Menga qulaylik kerak dedilar. Shuning uchun Xitoy mashina minaman dedilar. Mana akalarga savol. Sizga status kerak bo'lsa, oling. Yo'q, o'zim statusim Mercedes BMWdan yuqori qo'yaman desanglar, endi o'zingizlar bilasizlar bu yog'ini. Bu ham savol. U aka, endi savol sizga. U aka, oldin ham xuddi shu ish qilganmilar, biznes boshlayotganlarda? Uni bilmayman lekin. Shunaqa bo'lganmi? Lekin ko'p biznesmenlar boshida ko'pi Mercedes, BMW, Range Rover qiladi. Sal qarigan paytida o'sha Xitoy mashinalariga o'tishyapti ko'pi. Yoki Pradoga o'tib borishadi. Ha, nimagadir shunaqa. Eski boylar deymiz-ku. Eski boylar, Pradoga boylar deymiz-ku, shunaqa. Sekin jinini yoqib yurishadi. Shunaqa. Bu значит tadbirkorchiligi ham bu holatlardan kelib chiqqan birinchi o'sha hashamatga, anaqaga xohlaydi odam. Qondirib oladi o'zini. To'yadi, keyin to'yib bo'lgandan keyin komfortga o'tadi. Oga to'yib olgan yaxshi ekan-da, menga aytishingiz mumkin. Hozir obunachilar, "San Mercedes BMWlarni zo'rini men qo'ymagansan-ku." Ey! Ey, qoch, tepaga chiq. Ey, tepaga chiq. Aytadi, "Sen Mercedes BMWlarni minib hali hamma yo'qni qo'ylab tashlamading, o'zingcha nima Xitoy mashinasini minib olsan, как будто to'ygandek qilib." Gap to'yishda emas. Ishxonamizga har kuni inomarkalarni ko'rib ko'zim pishib qolganman. Ko'zim to'yingan. Inomarkaga ko'zim to'yganman. Minmasam ham to'ygan. Zo'r. Ichidaman-da chunki. Biz ham xuddi shunaqa mebelga to'yganmi, siz mashinaga to'ygansiz, hamma o'zining sohasiga to'yadi. Shuning uchun sizda mendagi mebel yo'q. Okey, qarang. Puldan muammo yo'q. Puldan muammoingiz yo'q. Yetadi, mashinaga ajratilgan pulingiz ham bor. O'sha komfort vos, qulaylik vosda pul o'chirib qo'ydingiz funksiyasini. Endi sizga savol. Xitoy mashinasini tanlaymiz yoki xohlagan mashinangizni olishingiz mumkin. Yoki nemis bilan yapon mashinasini tanlaymiz. Puldan muammo yo'q. Cheksiz xohlagan mashinani tanla desa.
O'shanda ham Xitoy tanlarmidingiz? O'shanda ham Xitoy tanlardim. Aytaymi nimaga? Keling sizga boshqa savol beraman. Amir Temur bobomiz bu dunyoga olib kelib qo'ydik. Endi teleportatsiya qilibdi. Mercedes, BMW, Range Rover, hozirgi Xitoy mashinalarni taxlab qo'yamiz, eng zo'rlarini. Nima deysiz? Qaysi birini tanlaylar? Eng komfort gelik talasalar kerak, ular qanaqalar bo'lsa ekan. Endi soldatlar, voyinniy mashinada komfort ko'proq bo'lgan mashinani tanlaylar deb o'ylayman. Ular Mercedes, BMWni bilib o'tiribdilarmi? Tarixini bilib o'tiribdilarmi? Uni ko'radilar. Aggressivniroq mashina tanlaylar-da. Ha, funksiyasi ko'proq bo'lgan mashinani tanlaydi deb o'ylayman. Funksiyasini bilalarmi ular? Endi ko'rsatiladi-da ularga. Ko'rsatiladi, mashinani hamma parametrlarini ko'rsatadi. Unda bunisi bor, bunda bunisi bor, bunda yo'q, bunda bor degandan keyin, конечно, ko'prog'ini tanlaydi deb o'ylayman, yana bilmadim. Reklamaga olganingiz uchun shunaqa deyapsizmi? Yo'q, Xitoy mashinasi hammasini reklama olganim yo'q-ku men. Men hozir qarang, BYDni maqtayapman, BYD bilan kontraktim yo'q. Ochig'ini aytaman, o'zim uydagi hamma mashina Xitoy. Narx qimmat-da. Mercedes bilan Xitoy razницasi hatto 20% bo'lganda, 30% bo'lganda men Mercedes olardim. Mana puldan muammo bo'lmaganda Mercedes olasiz. Ha, просто raznica juda katta-da. Ha, nisbatan. 180 mingga X7 olganimdan ko'ra M9 minganim yaxshi 83 mingga. Ha. 100 ming raznica, 100 mingga kvartira beradi aka. Otabek akani, mana o'zimning shaxsiy savol bu. Otabek akani blogerlik sohasiga kirgansiz. Siz ham samimiy insondan biladi. O'zingizni qadriyatlaringiz bormi? Mana shu narsani qilmayman degan prinsiplaringiz bo'lganmi shu paytgacha yo bo'lmaganmi? Aka, bitta zo'r gap aytaymi? Harom bo'lmasa qilaveraman. To'g'risi. Ha, tushundingizmi? Ya'ni halol bo'lgan narsa bo'lsa qilaveraman. Dinimizda taqiq yo'qmi? Qilaveraman. Qimorni qilganmisiz? Qilmaganman, hayotimda qilmayman. Qilmayman. Nech pulgacha taklif qilishgan? Eng katta summa qancha? $500 ming. $500 ming beramiz. Bu ancha yil oldin. Hozir ham taklif qilsa, milliondan kam bo'lmasa kerak. Yo'q. Nikah yo'q. Yomonlab ham chiqmayman. Ismini ham aytmayman. Qaysi brendligini ham aytmayman. U ham reklama bo'lar ekanda. Hozir video uchib ketsa, shu diskasi uchib ketadi. Zo'r. Bu, значит, sizni harom bo'lmasa, hamma narsani qilaman degan narsa bor. Uyatmasda bu, aka. O'zi bizani yashash tarzimizdan maqsad nima? Halol yashash, pokiza yashash. Bo'ldi, shu-da bizani o'lchov birligimiz. Qonunimizga zid bo'lmasa, qonunga ham zid bo'lish kerak emas-da, aka. Shunisi bor. Zo'r. Shunday anaqaga, siyosatga, dinga to'g'ri kelsa bo'ldi. Keyin mana halol bo'lishi mumkin, lekin siz o'sha mahsulotga ishonmaysiz. Ko'rmagansiz, tekshirib ko'rmagansiz-da. Mana unda bo'ldi-ku, siz tekshirib ko'rmadingiz, hamma sizga tekshirganmiz. Uni boshqa blogerlar ham tekshirgan. 20 ta bloger o'zidan o'zi reklama qilmaydi-ku. U shu paytgacha xato qilmagan kompaniya bo'lgan. Bankrot bo'ldi просто. Просто shu period keldi, bankrot bo'ladigan period keldi, force major holati bo'ldi. Tushundingiz-mi? Bu yog'ini oldindan nima bo'lishini bilmaysiz. Misol uchun men sizni hozir reklama qilishim mumkin. Siz zo'r ishlab turibsiz. Bir Rauf Mebel zo'r mebellar qilyapti. Bir boshingizga sinov kelib nimadir bo'lib qoldi, puldan qiynalib qoldingiz, sexingizga nimadir, Xudo saqlasin, yomon gap gapirmaylik. Shunda klientlarning oldida siz yuzingiz yorug' bo'lmay qoldi. Shunaqa siz mashinik bo'lib qolsangiz, men sizni reklama qilganim uchun oldindan tekshirmagan ekan-ku degan gap o'rinli bo'lmaydi-ku. Shunaqa. Oldindan bilib bo'lmaydi yoki tadbirkorlarni qanaqaligini. Lekin mashinik kompaniyalar ham bor, bilinadi. Masalan, mana suvni oldingiz, ichib ko'rdingiz. O'ziga yoqmadi shu narsa. Mana dochani misol qilaylik. Misol. Dochani olaylik. Men kislitam shaydosi emasman. Olib kelishdi, reklama qilishdi, ichib ko'rdim. Yengillik sifatida wow dedim. Qatdan xayolingizga keldi dochani napitka qilish dedim-da, xayolimga keldi shu narsa. Men как biznesmen sifatida buni qo'limga ko'tardim. Va shuni reklama qildim. Yengillikda bu video prosmotr pongalab ketishini ham bilardim. Taxminan 1,5-2 millionga yaqin prosmotr bo'ldi. Docha ishlab chiqaruvchilarning asosiy maqsadi bir sidra butun O'zbekistonga ichirish. Bitta ichib olgandan keyin savdo tushishi aniq, chunki hammaga ham kislitam yoqurmaydi. Kislitam o'zi ichuvchilari bo'ladi. Shunaqa. Ulpatda 10 ta odam bo'lsa, 3 tasi kislitam yaxshi ko'radi, limonni yaxshi ko'radi, nordon olma yeydi masalan. O'sha dochani o'shalar ichsa va o'shanga mijoz bo'lib qolsa, maqsad shu edi. Men o'sha reklamangizni ko'rib, bundoq qaradimda, men ham olib bitta ichib ko'rdim.
Sizga yoqmadi. Yoqmadi. Mana sizga yoqmadi. Mani Umid degan, Absattor degan. Lekin bolalarimga yoqdi. Ha, bolalaringizga yoqdi. Mani bachkalarim bor, o'rtoqlarim bor, ikkiga bo'lingan. Menga yoqmadi, kimdir yoqdi dedi. Yoqdi degan toifa vobshe yoqdi. Uyiga bloklab olib kelar ekan, divan tagiga tashab qo'yar ekan. Kechasi tortib qo'yar ekan, ochib ichar ekan. Shunaqasini eshitganmisiz? Qarang, birinchi reklamamdan savdo 1 millionlik bo'lgan o'sha oyda, sotuv. Dahshatli natija. Keyingi oyda risk 300 mingga tushgan, yana tushgan. Nimaga? 1 millionta auditoriya ichgan, ichadiganlari qolgan. 30% ga yoqqan. Endi bu yog'iga 300 ming dollar stabillik ketyapti. Sotuv. Maqsad shu bo'lgan. Ular o'ylamagan shu 1 millionlik savdo bo'ldi, endi bo'ldi, butun umr 1 millionlik bo'ladi deb o'ylamagan. Ular ham biladi, katta tadbirkorlar tushundingizmi? Nishalashdi demoqchiman-da. Zo'r. Mana hozir hamma mana siz ham bloger bo'yicha ekspert bo'lib ketgansiz-da. Endi u blogerlarning otasisiz-da endi. Shundan kelib chiqqan holatda mana tadbirkorlar o'tgan yili mana hozir bu yil sal kamaydi. Hamma blogerga reklama ber, foyda bersa bermasa. Qanaqa 3 ta instrument bor blogerni to'g'ri tanlab olish uchun. Masalan, mahsulotni aldan soch shunaqa bor. Men dotda 10 ming dollar reklamaga pul berdim dotda. Rezultat nol. Bitta dona sotib bo'lmadi dotda. Shunaqa odamlarni eshitdim-da. Nima qilish kerak bularni tanlab olish uchun? Abdulaziz aka mana bunaqa bo'ldi, qarang. 2 yil oldin, o'tgan yil ham emas, o'tgan yildan boshlab blogerlar sinishni boshladi. Ko'pi yo'q bo'lib ketdi. Auditoriyasi katta bo'lgan blogerlar tadbirkorlar o'yladiki, bo'ldi, ko'p prosmotr bo'lsa, meni mahsulotim sotilar ekan degan anaqaga o'tib oldi-da. Hamma duch kelgan blogerda reklama berurdi. O'tda hamma blogerlar mazza qildi. Zo'ri ham, yomoni ham, yaxshi ham auditoriya bo'lsa bo'ldi. Tadbirkorlar shunaqa o'yladi. Keyin siz aytganingizdek ko'p tadbirkorlar tushunib yetdiki, hammaga bergandan foyda yo'q ekan, sotuv yo'q ekan. Demak, o'zini egasiga berish kerak ekan degan tushunchaga yetib keldi. Shunda tadbirkorlar ham bo'lim olishdi. Misol uchun, deylik, Mittimi jamoasi. Yoshlarni blogeri. Shunaqa, auditoriya yoshlarniki. Yosh bo'lgandan keyin ularda qanaqa reklamalar ko'p ketadi desiz, eslatma bo'ladigan reklamalar zo'r bo'ladi. Suv reklama. Masalan, shu do'cha suv masalan aylantirib tursa, shunaqangi reklama bo'lish kerakki, insonlarning hammasini puli yeta olish kerak bu mahsulotga. Chunki yoshlarni dostupniy bo'lsin. Yoshlar 10 ming, 12 ming so'mlik suv ola oladi-da. Lekin mana mana shu shkopimiz 25 ming dollar deb reklama qilsa, yosh auditoriyaga ega bo'lgan odam sota olmay qolishi mumkin. Bu reklamadan effekt ola olmay qolishi mumkin. Bu reklamadan effekt olish uchun auditoriyaga qarash kerak. Podpischik katta soniga emas. Misol uchun 20 mingta obunachisi bor tadbirkorlar borda. Shu 20 mingta obunachi bilan millionlab dollar topporsa bo'ladi. Ya'ni auditoriya kuchli, boy auditoriya. O'sha yerdan bir 3 ta klient chiqsa ham, mana shu 25 ming dollarlik oshxonadan yetadi unga. Shuning uchun mana shu narsani tadbirkorlar kech bilib olishdi. Mana bu yildan boshlab qo'pol ketdim. Bizga o'xshagan auditoriyalar talab yana kuchayyapti. Bizga o'xshagan auditoriyalarga, ya'ni yosh katta auditoriyalarga. Yosh auditoriyalarga mass marketing deydimi, nima deydi? Dostupniy bo'lgan tovarlar. Ular ham zo'r ketyapti. Agar na unisi, na bunisi bo'lmasa qiynalyapti. Mana birinchi uni auditoriyasini aniqlab olish kerak ekan. Tanlashdan kimligini aniqlab olish kerak. Yoshlarmi, kattalarmi, boylarmi, kambag'allarmi yoki bekorchilarmi aniqlab olish kerak ekan. Ikkinchisi, o'shanga qarab turib, yosh katta bo'lish kerak. Yosh katta bo'lish kerak. Undan tashqari, yosh kattadan tashqari plateja sposobnost bor-ku, ya'ni moliyaviy holatiga ham qaraladi. Auditoriyasida sizni auditoriyangiz moliyaviy holati qanaqa? Mana yaxshi aka, boylar, biznesmenlar ko'p. Men bir nechta katta biznesmenlarni bilaman, o'zini akkauntidan kuzatmaydi. U akkauntini ishxonadagilar boshqaradi, ya'ni marketing bo'limi. O'zini boshqa profili bor, o'sha profilidan podpiska tashlaganlarni bilamiz. Shunaqa. Milliarderlarni aytayapman. Mana ham shunaqa bo'lgan. Ana unda ham bitta o'sha taniqli aka aytayotdilar-da, yaxshi ketyapsiz deyaptilar-da. Men endi u odamni Instagram ham tutmasa kerak degan o'ylardingiz-da. Milliarder odam. Shunaqa deb o'ylardim. Yo Abdulaziz zo'r ketyapsiz, mana shu ketishda ketavering.
yaxshi olib boryapsiz dedilar-da, e'tirof qo'ydilar yani. Ha. Xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim. Men aytmoqchiman, meni kutuvim unaqa emas-da. Ular kimdir yordamchilari, pomощniklari ularga ma'lumot olib kelib berib tursa kerak desam, aytganingizdek, anaqa kuzatisharkan ekan ular ham. Hamma kuzatar ekan Instagramda, baribir obunachilar, hozir O'zbekistonda qancha bo'ldi Instagram obunachilar? 8 million deydik. 8 million. Yaxshi, bu katta qismda bu. Da, men shuning uchun ismini hozir ayta olmayman-ku, etkilarim kelib ketyapti-yu. Anaqa obunachilarim ichida zo'rlari bor ekanda. Keyin men biron bir video chiqarishdan oldin o'sha odam kuzatyapti-yu deb ham video olaman. Mas'uliyat tashar ekan. Mas'uliyat bo'ladi baribir. O'shani anaqangiz filtr bo'lib qoladi. Ha, jinni sanga narsa qilmay deyman. Hazil qilsam ham u odamga yoqadigan hazil bo'lsin deyman. Shu chunki o'sha odam atrofida ham odamlar shunaqa-da. Siz o'sha auditoriyangizga moslashni boshladingiz. Da, moslashmayman. Chunki tushunmaysiz kimlar auditoriyangizligini, ungacha Shunaqa. doimiy undan o'sib ketadi, zo'r. Eng sizda esda qoladigan eng g'alati reklamangiz qanaqa bo'lgan? Noodatiyymi? Noodatiy reklama bo'lganmi? Hech. Siz esingizda bormi noodatiy? Meni esimda yo'q. Nima esda qolgan meni reklamamda? Birinchi hayolim kelgan narsami? Ha. Noodatiy bo'lganda anaqa esda qolgani. Ko'mir reklama qilgansiz. Meni ham hozir hayolimga o'zi ko'mir keldi. 6 sekundmi? 6 sekund degan ko'mir reklama qilganimiz, noodatiy bo'lgan. Shashlik qildingizmi? Da. Ana unda bolalarni piknikka olib chiqdim. Suvga olib chiqdim. O'zi bir varray uchirishga olib chiqdim. Varray turuvdi mashinada ko'rdingizmi? Varray olib chiqdim-da. Mashinani qo'yib qo'yib, suvni oldida hech kim yo'q joyga olib borib mana qildim. Ko'mir oldim-da. Ko'mir oldim. Upakovkada, endi nomiga qaramadim. O'sha endi viloyatga ketsangiz, любой bittasini olasiz. Borgandan keyin tosh ko'mirda. O'tin yo'qda, o'tin olmaganman. Yoqish kerak-ku. Eslolmayman. Xitoman, 6 sekund olmaymanmi deyapman-da. Reklamani kuchida. Reklamani kuchi. O'sha noodatiy reklamalardan bitta shu bo'lgan. Bolalarni to'polonni nechumi? Zo'r. Endi uy tabiiy bo'lyapti-da. Yana boshqa reklamangiz yo'q unaqa. Unaqalar ko'p, undan olib qaraganda. Masalan, Barbikam bilan shov-shuv bo'lgan, hamma uni pivo deb o'ylashgan, pivo reklama qilsam deb. Evist reklamasi qiziq bo'lgan. Uzoqdan olib kelganmiz uni ham. Keyin ko'p bo'lgan ekan, unaqa tovarlar ko'p bo'lgan ekan. Sizda eng qimmat reklamangiz qancha bo'lgan? Bitta proyektni hisobga oladigan bo'lsak, 27 ming bo'lgan bitta proyekt reklamasi. Bitta post. Bitta post emas, bir nechta post bo'lgan, shu 2-3 oy ichida ana qilib bitta bong'alatib berish kerak bo'lgan o'sha biznesni. Shunaqa bo'lgan. Biznes nomini aytmay. Zapus qilib bergansiz. Zapus qilib berganmiz, qimmatlatib yuborganmiz biznesni ozgina. Yaxshi bo'lgan, natija bo'lgan. Zo'r natija bo'lgan. 27 ming berdi sizga. U natija olganmi odam? Qancha natija olgan? Hozir ulpatmiz odam bilan. Zo'r bu. Bo'lmasa ulpat bo'lmasdik. Bo'lganmi shuna o'xshamagan reklamangiz ham bo'lganmi? O'xshamagan reklama bo'lsa, men bo'lmagan odamlar. Yo'q, bo'lgan. Vijdonim qiynaladi-da. Vijdonim qiynalgani uchun ana odamga qo'shimcha reklama beraveraman. Bo'lgan unaqa. Lekin undan qarzim, qiymat beraman. Oka, nimadir qilaylik deyman, ya'ni aytaveraman. Qilaylik deyveraman. U davno tugagan kontrakt. Qilaveramiz. Oka, davay bosaylik, davay deyman. Zo'r. G'oyalar sizga qanaqa keladi? G'oya joyida keladi. Joyida keladi. Joyida keladi. O'zi bitta g'oya ustida gaplashamiz. O'zi necha kundir ham o'ylab yuraman. Uni qilishimiz kerak, buni qilishimiz kerak. Kelmaydi, kunlab keladi. Yo'q, kunlab kelmaydi. O'zi biron bir odam bilan gaplashgan paytimda, u bilan suhbat qilganda o'sha yerda o'zi g'oya keladi o'zi. Keyin uni darobotga qilaman, sayqalib beraman. Chap tomondan, o'ng tomondan chopib. Misol-chi, mana hozir menga Braufga qanaqadir bitta g'oya o'ylab bering, million prosmotr bo'ladigan. Voy, endi mebel improvizatsiya deydi. Xo'jana, siz bilan qilgan videolarimiz boshida o'zi qilganmiz. Mana masalan, men bu yerda bilsangiz, zaratchi qo'yadigan narsa bor. Unda qo'yasiz. O'ziga bossangiz bundoq chiqadi. Shunaqa. O'shani sizga men g'oya qilib olib qo'yganman-da. Mana shu orqali keyin bu yog'ini ko'rsatamiz deganman. Masalan, mana shu shkopingizda ham g'oya ko'p-ku. Tegini bunday bossangiz, silasangiz tegidan tushadi. Polniy naborlar. Bu yerda o'zida ham g'oya ko'p. Mana hozir agar g'oya qiladigan bo'lsak, faqat mana shu improvizatsiya qilib bering, tabiiy, Otabek akani reklama qilaymi Otabek aka, qilmaymi deganlar bitta sizni sotib olish uchun produktingizni. Meni ham produktimmi? O'zbekistondagi eng qimmat mebelni menga Abdulaziz akam qilib berdilar. Zarachik bo'ladi va tagida mana o'zini Type-C bor. Bu mayli, bu hech narsa emas. Oka, mana bunisi hammasi shpondan qilingan va mana bu yerda kronkasi yo'q. Bu orqasini ham shpon qilgansiz. Bu chiqiti yo'q, bemalol, xotirjam aytavering. Narxi $25 ming deyaptilar. 4 metr joy, 4 metrmi, 5 metr joy.
Bizani aka o'zbek tadbirkorlarimiz shuni qilganmi yo'qmi? Okalarga hali hech kimga qilinmagan. Bu birinchi eksklyuziv sizga bo'ldi. Voy, o'zingizgacha. O'zimga ham qilmaganman. Hattoki o'zlariga ham qilmaganlar. Qaranglar, sensorli bir balola qilib berdilar. High volt mexanizmi, okay, men ko'ring. Bu oxirgi texnologiyalardan Xitoyda, Yevropada rosa keng tarqalyapti bu. Keyin mana buni qarang, ko'tarishini, menga bitta qizuv tomoni, ayolimning bo'yi endi menikidan past, taxminan 160 lik bo'lsa kerak. Shuni oladi, uni o'zi mashaqqa tortib, hamma ishini qilib, idish-tovoq yuvib, yana ko'tarib ketaveradi. Vashi sharoitlar zo'r bo'lgan. Hammasidan ham onam, ayolim, qizim mazza qilib ishlatyapti kuxnyani. Endi bizani ko'rayotgan obunachilarga aka, aytmaysizmi? Kim yana ota-onasini, ayolini duosini olgisi kelayotgan bo'lsa, 25 ming dollarlik mebelni nech pulga qilib berasiz men nomidan kelsa? Xuddi shunaqa razmerda bo'ladigan bo'lsa, shu komfortda aka, sizni hisobingizga 20% skidka qilib beraman. Prosta nima yo'naqa demoqchiman, hozir ko'rganlar nima qimmat-u deydi. Kvadrat o'zi o'rtacha mebelchilarniki 200 dollar-ku. Buni ichiga ishlatilgan mexanizm va yog'och, fanera, DSP emas, bironta anaqa DSP, argalik degan joy ishlatilmagan. Okey, mana laminatni bu bizda hamma yoqda laminat ishlatiladi, akrilik. Bu originali. Nimaga? Bu tabiiy yog'ochdan qavat qilingan. Mana do'shasangiz iliq bo'ladi. Tanani harorati bilan bir xil bo'ladi. Laminatni bunda o'shaganingizda chaqadi qo'llar. Xullas, texnikalasiz, san uzilsiz, tosh ichidami? Tosh ham ichida. Toshi Astravok va 5 metrli mebelimizni 20% skidkada eksklyuzivni qilib beryaptilar. Agar shu mebel Italiyada bo'lganda, o'zi Italiyadan olib kelgansiz-ku bu texnologiyani. Nech pul bo'lar? Okey, 80 mingdan kam bo'lmasdi. 80 mingdan kam bo'lmasdi. Mani obunachilarim ichida shunaqa boylari bor, lekin aka, bitta bosib olmaysizmi? Bitta maslahatlashing aytib. Bizning maxsus Cybertruck mashinamiz bor. Mebelni aynan shu Cybertruckda olib beramiz. Nomeri ham o'sha yerda yozilgan. Mana har bitta tadbirkorda mana ko'p kuzatamizda. Omad keladi-da. Sizni omadingiz kelgan kontent deymizmi yoki voqea burilish deymizmi? Hani unda bo'ladi, bo'lib ketadi. Talchoq bo'ladi. O'shanaqa holatni esla olasizmi? Uni bir nechta davrga bo'la oladi. Birinchisi deylik, birinchisi Karcher. Karcher. Mo'ykani pena sepib, uyda pena sepib mashina yuvganini odamlar wow degan. U paytda pena bo'lmagan. Nemislarning Karcherida ham bo'lmagan hatto. Mo'ykalarda bo'lgan, mo'ykalarda ham endi chiqayotgan bo'lgan. Mo'ykalarga odamlar shu uchun borgan. Beskontaktli mo'yka degan narsa. Endi chiqayotgan paytda men uni uyiga tatbiq qilganman. Odamlarga yechim berganman uyda shu narsani qilishga. Uyingda ham do'sti bor, menimcha pulga. Chunki uyda qilib bo'lmasdi, faqat professionalniyda bo'lardi. Men uni perixatnikilar to'kirga borib yasattirardim. Donasini 25 mingdan yasattirardim-da, 100 ta yasattirardim-da, uni 250 mingdan sotardim. 10 baravar qo'yardim. Temirdan, latundan qilinardi. Mana hozir qilishayotgan zapuska siz o'sha paytda qilgansiz. O'sha paytda qilganman-da. O'sha arzimagan narsalar qilib, prosta mehnat kerak bo'lgan. Bizlarni bilasiz, bozorda yo'q ekan deydi-yu. Men bozorda yo'q ekan demaganman. To'kirga yasaganman perixatni. Professionalniy pena nasatkani damashni karcheriga ulagan odam men bo'laman. Xitoyda ham qilinmagan. Xitoyda ham qilinmagan. Keyin Xitoydan kelib ko'payishni boshladi. Tayyor perixatnilar kelishni boshladi, $1 sotishni boshladi. Keyin men u biznes ochdim, lekin bozori qaymog'ini olib oldim. Bu birinchisi, ikkinchisi mo'yka sohasidagi life hacklarni ko'rsatganda zo'r bo'lgan. Ayniqsa karantin paytida mashinamni uyda himsiska qilganman o'zim. Qo'l bola. Ya'ni shotkalar bilan, Shotkalar bilan, ya'ni uydagi bor narsalar bilan himsiska qilganim odamlarga wow bo'lgan. Hozir esimda qolgan kontentingiz, adashmasam Toyota Land Cruiser qilgansiz. Kir bo'lgan kelgan. U ham bo'lgan. Toyota Land Cruiser qilganmiz. Salonmidi? Oqroq bo'ladi. Oqroq. Esingizda qolgan ekan. O'sha Gentram uyda o'zim himsiska qilganman. O'sha esda qolgan. Keyin bu yoq o'sha bloger bo'lganman. Avtobloger bo'lganman. Avtoblog sohasida mashinalarni obzor qilganimda uchib ketgan videolarim ko'p bo'lgan. Keyin sayohatga urg'u berganmiz. Sayohatda portlagan videolarimdan Afg'oniston bo'ladi. Hamma gapirgan, lekin uni ko'rmagan odam bo'lganda. Xavfli bo'lganda, odamlar qiziq bo'lgan. Braziliya sayohati qiziq bo'lgan. Afrika qiziq bo'lgan odamlarga. Anaqada ham videoyingiz bor edi. Qanaqadir issiq vannada u ham zo'r prosmotr bo'ladi. Issiq vannani ichiga tog' orasida. Vanna emas endi, tabiiy vulqonni suvida. Zo'r bo'lgan o'sha ham. Islandiyada bo'lgan, shapkada, Islandiyada, sovuq o'lkada.
Mana hozir Otabek aka ko'p tadbirkorlar yo'nalishlar bilan ishladingiz va O'zbekistonda mebelni bir necha kompaniyalar bilan birga hamkorlikda ishladingiz. Shunaqa. Biz bilan ishladingiz va boshqalar bilan ham ishladingiz. O'shandan keyin mana sizda oldin xuddi mana Xitoy mashina davomimiz odamlarda import mebelga ehtiyoj katta-da. Yani chet eldan olib kelsa, chet ellik desa, Xorazm chet elga yotib olib berishadi deydi-yu. Bizani maqsad o'sha importni kamaytirishda valyutani olib qolish. Shunaqa. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda mana odamlarga, obunachilarga O'zbekistondan mebel olgani yaxshimi, chet eldan olib kelgani yaxshimi? Hozirgi kunga nisbatan. Mehki mebel bo'yicha bizanikilar topda. Stul bo'yicha ozgina bor. Nimaga? Bizda yog'och yo'q. Bizga yog'och keladi. Xitoy nima qilyapti? Buk daraxtini bilasiz. Buk daraxtini o'zi ishlab chiqarib, bu yoqqa jo'natyapti. Bitta stul hozir 18-20 dollarga aylanyapti. Shunaqa yog'ochdan qilingan stullar bor. U bizda ishlab chiqarish nevigidna. Bizda ishlab chiqarsa 100 dollardan oshib ketyapti себестоимози. Hozircha Xitoydan kelyapti stullar. Agar uni ham bo'lsa joyini topsangiz. Umumiy olib qaraydigan bo'lsangiz, luxury segmentdagi stullarga bizdan arzoni, bizdan sifatlisi yo'q. Bizda Turkiyadan ham sifatli qilyapmiz. Hozirgi kunda. Gapimga qo'shilasizmi? Ha, qo'shilamiz. Oq ichidaman-ku men. Nechta mebelchilarni zavodiga boraman, ko'raman. Material bo'yicha muammo yo'q. Turkiyadan, Italiyadan material keladi. Paralondan muammo yo'q, yog'ochdan muammo yo'q. Premium segmentda biza topmiz. Arzonchi segmentda biza topmasmiz. Men shunaqa deb o'ylayman. Shuni bizani kuzatayotgan mebelchilar baribir fokusini premium segmentga qaratgani yaxshi bo'ladi. Prosta yog'och bizda bo'lmagani uchun yong'oq daraxti ham уже qimmat bo'lib ketdi-yu, muammo-ku yog'och. Problema hozir yog'ochdan. Brauf Mebel. Ishonchli hamkor.